Assalomu alaykum, hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Endi bugun mana o'zlik loyihasining 3-qismi. Ham o'zim boshlovchi, ham gapiruvchi, ammo eshituvchilar o'zim emas, o'zimdan tashqari mana asosan ayollarimizni ko'ryapman. Bularga kelganlar uchun alohida tashakkur. Media sohasi vakillari, Fanlar akademiyasi olimlari, shu sohada tadqiqot boshlagan yoshlarni ko'ryapman. Mavzu ham bugungi kunday nihoyatda qaynoq mavzulardan biri, ya'ni turkiy davlatchilik va unda turkiy malikalarining siyosatdagi o'rni. Aslida olimlarda shunaqa bir xususiyat bor, mavzu qolib ketadi-da, mavzuni boshqa sohalariga ham kirib, keng olishga harakat qiladi. Albatta men ham bundan mustasno emasman. Bugun nafaqat biz malikalarimizni siyosatda, balkim jamiyatning barcha sohalarida, ijtimoiy hayotda, madaniyatda, san'atda, boshqaruvda kompleks olishga harakat qildim va shundan kelib chiqqan holda tayyorlandim. Endi o'zi o'tgan mavzuning bevosita bugungi mavzu davomi hisoblanadi. Hatto o'tgan, masalan, G'aybulla akani eng faol tanqidchilaridan biri o'zim bo'lsam kerak. Biz dedim faqat o'tgan darsimizda devoriy suratlar, ulardagi o'zbekning, turkiyning qiyofasi, uning milliy o'zligi haqida ko'p gaplashdik, lekin turkiy davlatchilikka uncha kira olmadik, chunki vaqt nihoyatda kam edi dedim. O'zlari ham ha dedilar, ya'ni bu bir mavzu doirasida ochib berish nihoyatda qiyin ekan deb, shuning uchun bevosita men ham bugun turkiy davlatchilikka ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Endi ayollar albatta juda nozik mavzu va o'z navbatida juda qiziqarli mavzu. Ya'ni biz har zamon, har yerda bor edik deb boshlasam. Mana 3000 yillik davlatchilik tariximizda ayolning siymosi aks etmagan sohani topol. To'g'ri, ma'lumotlar kam bo'lishi mumkin, to'g'ri, ma'lumotlar asosan keyingi davrlarga taalluqli bo'lishi mumkin. 3000 yillik davlatchiligimiz tarixida haqiqatan ayolning tarixi ham, ya'ni biz manbalar, yozma manbalar orqali taniydigan ayol qiyofasi haqiqatan bundan, ya'ni hozirgi milodimizning 2000 yilini qo'shsak va yo'da 3000 yilni qo'shsak 5000 yildan beri yozma manba, yozma tarix bizga ayollarning davlatchilikda faol ishtirok etganligini va boshqa sohalarda ham ular kam bo'lmaganligini ko'rsatadi. Lekin aslida birinchi marta ayolning vizual qiyofasi haqida gapirib o'tmoqchiman-da manbalarda. Albatta bizga yozuv yo'q davr, ya'ni arxeologiya ma'lumotlari, o'sha qazilmalar natijasida qo'lga kiritgan moddiy ashyolar bizga ko'p ma'lumot beradi. Masalan, birinchi marta ayol siymosi menimcha o'sha neolit davridanoq bizga ma'lum. Olajaguyuk, Chatalguyuk kabi yoki bo'lmasa Go'bakli tepa kabi neolit ovchilarining endi o'troq hayotga o'tib hayvonlarni toshlarga tasvirlay boshlagan payti erkakni emas, balkim ayolni chizganda. Endi men bu yerda keltira olmadim. Masalan, o'sha qadimgi sharq madaniyatida, ya'ni Chatalguyuk, Olajaguyuk yoki bo'lmasa u hali Shumerlar yo'q edi u davrda. Shumerlar, Bobil madaniyati, Suriya madaniyati kabi sivilizatsiyalarning hali bir kurtagi ham bo'lmagan payti kichik ovchilar jamoalari, ya'ni neolit ovchilari jamoalari, ular bilasizmi, birinchi marta ayolni qanday tasvirlagan va u bugungi kungacha bizning zamonimizga yetib kelgan Go'bakli tepadan topilgan tug'ayotgan ayol tasviri edi. Juda ham sodda, primitiv ko'rinishlarda tasvirlagan va o'sha davrdan boshlab insoniyat ayol figurasiga va ayolni tasviriy san'atga muhrlashni boshlagan. Ya'ni tasavvur qiling, bu 10-12 ming yil oldingi tarix hisoblanadi. Ikki daryo oralig'idan ham oldin bo'lgan, ya'ni hozirgi Anadolu tuproqlari, Turkiya tuproqlarida o'sha Chatalguyuk madaniyatida Chatalguyuk onasi degan neolit haykallari paydo bo'la boshlaydi. Tabiiyki u yalang'och ayol haykali edi va
hozirgidek bizda etalon bo'lib qolgan ozg'ingina ayol bo'lmagan. Bu yerda biroz haligi menday to'lacharoq ayollarga motivatsiya berib qo'yay. Neolit davri uchun semiz ayol bu kuchli, qudratli, sog'lom, yaxshi yegan va tug'a oladigan. Ya'ni o'zida o'sha ya'ni ona obrazi bo'lgan. Masalan, yer ona, tuproq ona, birinchi ona tangrichalar deydi. Ya'ni ona tangrichalar qizlar men sizlarni xursand qilaman semiz bo'lgan. Ya'ni semiz, to'lacha shunaqa tasvirlangan. Va bu onalar keyinchalik o'sha bizni hududimizga ham asta-sekin bu haykallar kirib kela boshlagan va bizni haykallarimizda ham namoyish bo'lgan. Endi O'zbekiston hududiga qaytadigan bo'lsak, O'zbekiston hududida bilamiz o'sha Mesopotamiya madaniyatining bir qismi sifatida Sopolli-tepada, ya'ni bizda ilk shahar, mana o'zimni va bu yerda o'tirgan Munira opani o'qitgan bir yaxshi ustoz bor. U hammamizni ustozimiz, hamma tarixchilarning ustozi Ahmadali Asqarov domla. O'shalar O'zbekiston hududidagi birinchi shahar madaniyatini topgan. U bronza davridan boshlab shakllangan va Sopolli-tepa madaniyati deb nomlanadi. Mana shu Sopolli-tepa madaniyatida O'zbekiston hududidagi ilk ayol tasviri taxminan shunaqa shaklda tiklangan. Endi bu muzeyda suratga olingan. Va bu yerda yana bir kichik obyektni keltirib o'tdim. Bu ham o'sha bundan tasavvur qiling 5000 yil oldingi ayollar sochiga foydalanadigan to'g'noq. Shunaqangi chiroyli ishlangan. Albatta u davrlarda hayvon stilidan foydalanish juda ham urf bo'lgan davr edi. Uzun shoxlari bo'lgan tog' echkisini simvol qilib olgan. Ya'ni bu bronzadan ishlangan, hali u davrda temir kashf qilinmagan edi. Endi mana shunaqa ayollarga xos bo'lgan elementlar aniqlana boshlagan. Endi agar qaraydigan bo'lsangiz, masalan, hozirgi davr zargaridan ham bronza davri zargari mukammalroq ishlaganda, birinchidan sifatini qarang, 5000 yil o'tganiga qaramay bizni davrimizgacha saqlanib kelgan va element ham nihoyatda chiroyli. Endi bu birgina, lekin Sopolli-tepada juda ko'p ignalar, mato qoldiqlari, hattoki endi bu yerda afsuski keltira olmadim, ko'pchilik ipakni vatanini ham, endi ipak bu o'sha davrda ayol degani. Ya'ni ayol borligi uchun ipak yaratilgan. Chunki ipakdan kiyimlar qilingan. Endi u davrda erkaklar ham ayollar ham bir xil foydalangan. Hattoki shu davrlarda, masalan, Farg'ona hududi, endi biroz kechroq davr, odam ko'milayotgan payti yuziga bir parcha ipak qo'yilgan. Ya'ni qadimgi o'sha ko'mish rituallarida ipaklardan foydalanilgan. Masalan, bu xun odati hisoblanadi. Endi hozirda xunlar yashagan deb taxmin qilinadigan o'sha Mo'g'uliston yoki bo'lmasa boshqa ichki Osiyo hududlarida ham shunaqa qabrlar aniqlangan. Ularning yuziga ham bir parcha ipakdan foydalanilgan. Ya'ni qadimda odamni to'liq kafan sifatida topilishi qiyin bo'lganda yoki bo'lmasa Taklamakan cho'lidan Kururona go'zallari topilgan 2 dona ayolning mayiti. Endi u davrda ipak bo'lmagan bo'lsa kerak, balkim undan foydalanmagandir. Ular qo'y terisiga o'ralgan edi. Ya'ni albatta men nima demoqchiman bu yerda, ipak yana boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, hamma Xitoyda kashf qilingan, Xitoy ancha yillar davomida ipakni sir saqlagan va u milodning qaysidir asrida xitoyliklar foydalangandan keyin 2-3 ming yil orqali O'rta Osiyoga tarqalgan degan fikrlar yuradida, lekin aslida Ahmadali Asqarov Sopolli-tepani qazish jarayonida u yerdan ipakni ham topgan. O'tgan asrning 70-80-yillarida, agar kim xotirlasa, 5-sinf O'zbekiston tarixi degan kitob bo'lardi, shu insonning qalamiga mansub. Shu yerda shu haqida yozilgan. Hali biz oliygohga kelib Ahmadali Asqarovni tanimagan paytimizdayoq buni demak haqiqatan bizni hududimizda ham, ya'ni Sopolli-tepa bu O'zbekistonning janubiy hududi, bu Surxondaryo vohasiga to'g'ri keladi. Shu yerda ajdodlarimiz juda oldin, ya'ni xuddi Xitoy bilan teng, balkim undan ham oldindir.
5000 4000 yil oldin shu ipak ishlab chiqarish texnikasini bilganligi, ya'ni o'sha davrdan boshlab biz kabi ayollar uchun qayg'urganligini bilishimiz mumkin. Agar qaniydi shu ipakni namunasi saqlanib qolgan bo'lganda, mana bu yerga buni suratini men ilova qilgan bo'lar edim. O'zbekiston tarixini o'rganganimizda biz eng qadimgi davlatlarni qadimgi baktriyaliklar, qadimgi so'g'diyonaliklar, qadimgi xorazmliklardan boshlaymiz va mana shu toshdan yasalgan haykalchalar, bular fanda bakteriya go'zallari yoki bakteriya malikalari deb nomlanadi. Endi ko'proq arxeologlar yaxshi biladi, Bimak sivilizatsiyasi bor, ya'ni bakteriya marg'iyona arxeologik kompleksi. O'zi O'zbekiston hududiga davlatchilik shu hududdan, shimol hududlardan emas, balkim O'zbekiston hududining janubiy hududlaridan kelgan. Buni albatta o'sha qadimgi sharq sivilizatsiyalari bilan bog'lashadi va mana shu yerda birinchi bo'lib, endi bular haqida ham turli fikrlar mavjud. Kimlardir bular o'sha qadimgi sharqning ona shaklidagi tangrilari deydi, lekin bu fanda bakteriya go'zallari yoki bakteriya malikalari sifatida mashhur. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda ayol figurasi ekanligini uni ko'rinishidan, kiyimlaridan, rang-barangligidan ham bilib olish mumkin va bular ancha vaqt bizni muzeylarimizda yo'q edi. Endi shu yerda men buni alohida aytib o'tishim kerak. Yaqinda bizda Islom sivilizatsiyasi markazi ochilgan. Juda ham bir O'zbekiston tarixi, nafaqat Turon tarixini o'sha eng qadimgi davrlardan boshlab yoritib beruvchi bir yuksak saviyada oxirgi o'sha muzeylarga qo'yiladigan talablar asosida shakllantirilgan bir muzey va shu yerda men o'zim islomgacha bo'lgan davrda bakteriya malikalarini ko'rdim. Ya'ni agar shu muzeyga borsangiz, albatta islomgacha bo'lgan davr kompozitsiyasida mana shu bakteriya malikalarini ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu salkam 3000 yillik, 2,5-3000 yillik haykalchalar hisoblanadi. Endi bu baribir bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Oddiy ayollar emas, bular zodagon ayollar, balkim hukmdorlarning ayollaridir. Endi oddiy ayol yog'ochdan o'ziga yasagan bo'lishi mumkin. Endi u yillar davomida yetib kelmagandir, boshqadir, lekin bu ham sharqda ayolning ramzi, silueti yoki bo'lmasa o'sha haykali paydo bo'lishining ilk namunalari hisoblanadi. Umuman juda ham chiroyli qilib tasvirlangan, ko'rgan bo'lsangiz, mana shu rasmga e'tibor bering, lekin bu yerda bu meni fikrimcha qolganlari bakteriya malikalari bo'lsa ham bu tangri, o'sha ona tangrini aks ettiruvchi bir kichik haykalcha hisoblanadi. Sababi uni ikkita yelkasida o'sha arslonga o'xshagan hayvonni ko'rishimiz mumkin. Ko'plab ona tangrilarni anglatuvchi haykalchalarda biz arslon timsolini ko'ramiz. Yana bir narsani aytishim kerak. Ayol tangri haykallari boshida g'azab o'tiga mingan yoki bo'lmasa o'sha o'ch oluvchi, nihoyatda qasoskor, jazolovchi, urush xudosi, yomg'ir xudosi shaklida bo'lgan. Ya'ni tangrichalarda haykalchalar boshida o'sha g'azab bilan insoniyat tarixida paydo bo'lgan bo'lsa, asta-sekin evrilish jarayonida ular nafosatli malikalarga yoki bo'lmasa o'sha insonlarga juda katta bir foyda keltiruvchi tangrilarga aylanib borgan. Lekin boshlanishida mana shunaqangi vajohat, qo'rquv bilan boshlangan. Bu nima bilan bog'liq? Bu albatta biz hammamiz maktabda tarix fanlarida o'qiganmiz, insoniyat matriarxat davrini boshdan kechirgan. Ya'ni ayollar hukmronligi, jamiyatda ayol yetakchi, ayol urug'i bosh urug', ya'ni millat, o'sha davr uchun millat tushunchasi otadan emas, tog'adan belgilangan. Ya'ni shu davrdagi o'sha ayolning statusini, matriarxat davridagi ayolning statusini ko'rsatuvchi belgilar saqlanib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Tabiat bilan uyg'un ekanligini ko'rsatish uchun ham shunaqangi hayvonlar bilan tasvirlangan. Ishtarni eshitgansizlar, ishtar, inanna ham deyiladi. Bu Shumerdagi ayol xudolardan biri, hattoki barcha ayol xudolarning onasi hisoblanadi. Oyoqlari
qush tasvirida, yalang'och tasvirlangan qush tasviridada, masalan, uni tasvirlayotgan payti u tangricha ekanligini, iloha ekanligini hisobga olib, u yarim hayvon, yarim odam ko'rinishida insonlarga tushuntirilgan. Ya'ni endi o'sha davrda ham baribir tangrilar qo'rqitish uchun foydalanilganda, masalan, mana shunaqa yomon ishni qilsang, mana shu tangri senga shunaqangi jazo beradi. Uni ko'rinishi shunaqa shaklda, ya'ni u hattoki ucha oladi, masalan, qushga o'xshaganligi uchun ucha oladi, qanotlari bor yoki shunaqangi nimalar bilan afsonaviy tarzda tushuntirilgan. An'anaviy ro'yxatlarga keladigan bo'lsak-da, biz menimcha hozir To'marisni eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Bizda shunaqangi an'anaviy ayollar ro'yxati shakllanib qolgan, afsuski. Uning eng boshida To'maris turadi. Eng birinchisida To'maris turadi. To'marisdanki hatto men shunaqa ro'yxatlarni ko'rganman, birdan Turkon xotinga sakrab o'tgan. Ya'ni orada To'maris miloddan avvalgi 6-asrda, Turkon xotin boring 10, 11, 12-asrda, ya'ni 15 asr go'yoki ayol bo'lmagan. Turkon xotindan keyin yana boshqa malikalar keladi, Temuriy malikalar, Boburiy malikalar, ulardan keyin bir guruh shoiralar keladi va o'rtada biz 15 asr ayol qiyofasini yo'qotamiz. Ayol siymosini ham bilmaymiz-da, go'yoki shu davrda ayollar bo'lmagan, faqat erkaklar hukm surgandek bo'lib qolgan. Ya'ni ro'yxatda uzilish bor. Qaysi davrni ko'proq ishlayman? Islomgacha bo'lgan davrni, qisman qoraxoniylargacha kelaman. Ya'ni ilmiy tadqiqotlarim, akademik izlanishlarim shu haqda. Va o'sha davrda ham biz ko'p ayollarni, ayollarning izlarini, san'atdagi, madaniyatdagi, boshqaruvdagi o'rnini ko'ramiz. Va doim haligi ichingizda har bir odam o'zini o'rganayotgan davrini nihoyatda sevadi va tarixchilar yaxshi tushunadi, romantizatsiya degan narsa bor. To'maris haqida gapirmoqchi edim. To'maris to'g'risi juda ko'p gapirsa bo'ladi-da To'maris haqida. To'maris birinchi Turondagi davlatni boshqargan ayol. Masalan, men hozir qancha ayollarni sanab berishim mumkin bundan keyin. Lekin hech biri To'maris kabi ham sharq ham g'arb san'atiga ta'sir qilmagandi. Endi nega To'maris shunaqangi bir buyuk obro' qozondi degan savol turadi. Aslida To'marisni biz adolat timsoli deb baholaymiz. Umuman bu ko'p joylarda ham yozilgan. To'marisni eng mashhur bo'lish sabablarini ham aytganman bu yerda. Mana Midiya, Bobil, Lidiya, Yunon shahar davlatlari kabi o'sha davrdagi barcha davlatlarni yengan va mag'lub etilmas deb aytilgan shu Ahamoniylar hukmdori Kir II yenganligida. Ya'ni yengish ham oddiygina bo'lmagan, ya'ni bitta o'q bilan haligi nayzadan otib o'ldirmaganda, yengish ham uni o'ldirish, kallasini olish va o'sha qon to'ldirilgan meshga solish uchun. Albatta, To'maris bu o'g'lining qasosini olgan bo'lsa, birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda Turon yerlarini o'sha davrda ozroq bo'lsa-da Ahamoniylarning Turonga yurishlarini kechiktira olgan. Endi u yengan, lekin shu bilan baribir Ahamoniylar to'xtab qolmagan, baribir Turonga bostirib kirishgan bir necha yillardan keyin. Endi To'marisni hammamiz menimcha bu yerda Mirkarim Osimni To'maris hikoyasi haqida taniymiz-da. Lekin To'marisni men maslahat ham bergan bo'lardim, Gerodot orqali tanish juda ham haligi uni akademik jihatdan tanish bilan baravar hisoblanadi. Sababi To'maris haqida ozroq bir narsalar yozishga to'g'ri kelgan paytida bevosita Gerodotni o'sha tarix kitobini o'qishdan boshlaganman. U yerda bir 2-2,5 bet massagetlarga joy ajratilgan va u yerda To'maris haqida ma'lumotlar keltirilgan. To'marisdan o'qib ko'rib men oldin ahamiyat bermagan ekanman. To'marisdan Gerodot juda zo'r usulda foydalangan. Ya'ni Gerodotning tarix asari, albatta Gerodot bu Yunon tarixchisi, o'sha Yunon klassikasini ulug'lash,
yevropasentrizm nazariyasiga xizmat qilganda o'sha davrda ham. Ya'ni u yerda shu narsani ko'rish mumkin, hattoki orientalizm kurtaklari Hilola Nazirova juda yaxshi biladi. Ya'ni yuksak madaniyatli g'arb va ulardan biroz orqada qolgan sharqni tushuntirish. Ya'ni Gerodotning ta'sirida biz va ular degan tushuncha, ya'ni buni fanda dixotomiya deb ataydi, shunga duch kelamizda. Endi shu davrda Gerodot o'zi Yunon vakili, o'sha Yunon jamiyatining vakili. Yunonlar o'sha davrda Ahamoniylarning eng katta dushmanlaridan biri bo'lgan. Ikkovi ham dunyoda o'sha davrning global dunyosida hokimiyat uchun kurashyapti. Va natijada men nimaga aytyapman? Tomarisdan Gerodot juda foydalangan deb. Ya'ni Ahamoniylarni yerga urish uchun. Ya'ni sen shunday ulug' davlat qurding, ammo hali temirdan ham foydalanishni bilmaydigan massagetlardan yengilding. Yengilganda ham juda sharmandalarcha yengilding, ya'ni kallang kesilib, o'sha mesh haligi qon to'ldirilgan meshga solish orqali shunaqangi haligi sharmandalarcha bu davlat kunpayakun bo'ldi demoqchi bo'ladi. Bizga shunaqa mesaj beradi. Endi yana bitta narsa bor. Hattoki Gerodot Tomarisga baho berar ekan, massagetlar shunaqa masalan ekin ekkan yoki bo'lmasa hali temirdan foydalanishni bilmasdi, qabila holda yashardi, Araks bo'yida yashardi deydida, bitta yomon ayblovni ham qo'yib o'tib ketadi. Masalan, massagetlarda poliandriya, ko'p yerlilik mavjud bo'lganligini, ya'ni hali ham bular matriarxat davrida yashayotganligini aytib o'tadi. Endi Tomarisning Kirni haqiqatdan yengganmi yoki yengmaganmi? Bu ham juda katta savol. Masalan, tarixchilar ko'pchiligi Gerodot keltirgan hikoya haqiqatdan bir ayolni erkakdan qasos olganligi o'g'li uchun va nihoyatda vatanparvar, ya'ni quyoshning nomi bilan qasam ichaman dedi. Meni tuprog'imga kira olmaysan, egalla olmaysan, yaxshilikcha qayt deb shunaqangi ogohlantirishlar beradi. Lekin shu yengmagan bo'lishi mumkin degan fikrlar ham yuradi. Hattoki o'sha davr tarixchilari yozgan. To'g'ri dedi, Gerodot keltirgan hikoya Tomarisni buyukligini bizga ko'rsatib berishi mumkin, lekin bu bo'lmagan bo'lishi ham mumkin dedi. Chunki ba'zi tarixchilar aytadiki, Kir Pasargadada ko'milgan va boshi bilan ko'milgan. Uni dedi o'g'li jangda halok bo'lgan va u ham Tomaris bilan bo'lgan jang emas, boshqa janglarni nazarda tutadi. Ya'ni bu masala ham juda bir muammoli tariximizdagi masalalardan hisoblanadi. Shuning uchun o'zbek o'quvchisi asosan Mirkarim Osim orqali Tomarisni tanigani bilan endi u davrda ham shu Sovet davrida ayollarni mana biz juda haligi g'aflatda yotuvdi, biz qutqardik degan ma'noda mana shu Tomaris yozilgan. Aslida Tomarisning butun tarixini biz faqatgina Gerodot orqali bilib olamiz. Endi Tomaris haqiqatdan ham har zamonning bir nima desam, ayol timsoli bo'lganda, hattoki 15-asr mana uyg'onish davri Yevropada, Renessans davri deymiz, Tomarisga juda ko'p murojaat qilingan. Ya'ni o'sha davr rassomlari antik davrdan simbol qidirishgan, ramz qidirishgan va bevosita masalan o'zlarida bilamiz Yevropada ancha yillar ayol huquqlari cheklangan. Ayollar masalan oddiygina Afinada ayol kishi fuqarolikni qo'lga kirita olmagan. Saylash huquqini gapirmasa ham bo'ladi. Ya'ni kimga murojaat qilgan? Sharq ayollarining siymolariga murojaat qilgan va juda ko'p rasmlarda mashhur rassomlar tomonidan ko'rinishi yevropalik ko'rinishda o'sha yoki bo'lmasa o'sha davrdagi bir nima desam, ingliz yoki fransuz qizini eslatadi, soch turmagi ham, kiyinishi ham va o'sha Kirning boshini olayotgani tasvirlangan va buni Saritsa Tamiris, ya'ni Malika Tamiris deb belgilashgan.
va antik davrdan qidirishgan o'zlariga simvollarni va o'sha davrda har xil mana Deva Mariya deydi, boshqa ayollarga asta-sekin murojaat boshlangan-ku. Ayollarni chizish, masalan, tasviriy san'atda o'shanda bevosita To'marisning siymosidan foydalangan. Mashhur ayol, masalan bizda 4 buyuk sarkarda, 5 buyuk hukmdor, shunaqangi ro'yxatlar bor-ku. U davrda ham 7 ta buyuk Sharqning ayoli deganda shu ro'yxatning eng birinchisida shubhasiz o'sha Turonning farzandi bo'lgan Massagetlar malikasi. Massagetlar ya'ni To'maris nafaqat kirni yengan, kirdan keyin u saqlarni ham yenganligi aytiladi. Ya'ni mana shunaqangi buyuk malikalardan biri bo'lgan. Lekin afsuski biz To'maris haqida na film ishlaganmiz, na bir uni gavdalantirmadik-da, vizualizatsiyaga kiritmadik. Ya'ni hozirgi kunda mana imkoniyatlar nihoyatda ko'p. Aslida shu To'maris siymosini yanada gavdalantirib berilsa yaxshi bo'lardi. Chunki bu o'sha ham adolat timsoli, ham vatanparvarlik timsoli. Ya'ni ayollarga masalan vatanni qo'riqlash faqatgina erkaklarning burchi emas, balkim ayollarning ham eng asosiy vazifalaridan biri ekanligini bizga tushuntirib boradi. Endi To'marisni bu yerda sun'iy intellektda qilingan rasmi bo'lsa kerak. To'marisni haqiqiy surati bizgacha yetib kelmagan. Gerodot ham uni tasvirlamaydi. Sochi shunaqa edi, bo'yi bunaqa edi deb tasvirlamaydi. Lekin To'maris endi o'sha davrdagi sak, massagetlar haqida biz ozgina bo'lsa ham erkaklar haqida tasavvurga egamiz. Ularni tasvirlangan ba'zi rasmlari uchrab turadi, devoriy rasmlarda, boshqalarda. Shundan ko'rishimiz mumkinki, u ham qurollardan foydalanganligi yoki bo'lmasa har xil o'sha manyovrlarni, harbiy taktikalarni bajara olgan, ot mina olgan, mana shularni yoki bo'lmasa o'sha davrda sak massagetlarni qizlar haqida gapirilganda amazonkalar ko'z oldimizga keladi. Buni ham biz yunonlar orqali bilamiz. Ya'ni kamondan o'q ota oladigan mohir o'qchi ayollar guruhi sifatida. Endi To'maris haqida juda ko'p gapirdim, sababi To'maris haqida kitob yozishni boshlaganman. Juda ko'p ma'lumot to'plangan va ko'pchilik shu yerda bilmaydi. To'marisni Afrosiyobning, Alpertunganing nevarasi degan gap ham yuradi. Chunki Sparganing qizi deb keltiriladi yoki bo'lmasa Madining qizi deyiladi. Umuman bu hammasi o'sha davrda turli tillarda Afrosiyobni anglatganligi ham aytiladi. Xullas biz milliy o'zligimiz, ayollar vositasi orqali milliy o'zligimizni taniyotganimizda birinchi bizga misol bo'la oladigan, o'rnak bo'la oladigan ayol mana shu To'maris hisoblanadi. Mana hozir qizlarga ism berganda masalan shu ayolning ismidan foydalanish eng to'g'ri yo'llardan biri ekanligini ham men aytib o'tib ketmoqchi edim. Keyingi slayd. Endi Turonda antik davrning taniqli ayollari. Xo'p, faqat To'marismi? Boyagi ro'yxatga qaytsak, To'marisdan keyin ham endi men bir ikkitasini keltirdim. Qarang, Sparetra Ktesiga ko'ra, Ktesi ham o'sha qadimgi antik davr tarixchisi, Skif qo'shinining boshida Malika Sparetra turgan. Ba'zan u o'sha To'maris bilan ham sal almashtirib ketiladi-da va u 300 ming erkak, 200 ming ayoldan iborat bo'lgan qo'shinga egalik qilganligi aytiladi. Lekin Ktesi biroz bo'rttirib yuborgan. U davr uchun 500 ming qo'shin to'plash nihoyatda qiyin. 100 ming to'plash ham juda qiyin-da. Menimcha 30 ming, 20 ming bo'lgan bo'lsa kerak. Keyingisi Zarina. Yo'q, to'xtab turing. Zarina ham Skif malikasi, mard, jasur jangchi, hukmdor sifatida mana shaharlar qurgan, hindistonlik bosqinchilarga qarshi kurash olib borgan, janglarda shaxsan ishtirok etganligi aytiladi. Va yana bir qizlarni xursand qilish uchun aytaman, mana sak qizlari faqat ularni yakkama-yakka jangda yengan yigitgagina shu davrda turmushga chiqqan. Masalan, u davrda haligi gelik olib bersa turmushga chiqaman degan gap bo'lmagan. U davrda kurash tushgan payti kurashda yenga olsagina, masalan o'sha qizni yengsa, bu turmushga chiqqan. Masalan, men o'zim kurash tarixi bo'yicha ham ko'p shug'ullanganman. Turkiyada o'sha Qahramonmaraşda kurash o'lkasi hisoblanadi, konferensiyada qatnashganman. Shu yerda ham aytilardiki,
masalan erkaklar o'sha yog'li kurash, ularda shunaqa kurashlar yoki bo'lmasa kartal o'yini degan o'yinni o'ynab keyin jangga kirgan. Nima uchun deb o'ylaysiz shuni deb savol berishganda, sababi qadim zamonlarda ayollar ham bildirmasdan kiyinib, sochini olib jangga kirib ketavergan. Shuni aniqlash uchun kartal o'yinini o'ynashgan. Ya'ni bizda ham o'sha kartal o'yinini o'ynab yoki bo'lmasa qisqa nima kiyish orqali kiyimni qisqa kiygan, shundan ajratib olishgan. Chunki kurash o'tkazilgan, qarasa birinchi o'rinni ayol kishi egallab turgan. Natijada bu juda ham og'ir sharafsizlik hisoblangan. Keyingisiga o'taylik. Endi Umay ona bu mifologik obraz hisoblanadi. Umay ona onalar, bolalar hamda qut baraka ilohasidir. Homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni asrovchisi hisoblanadi. Ko'rinishi mana. Ya'ni 3 ayri shoxli kiyim, bosh kiyimi Umay onani kiyimi bo'lgan. Ko'rinishi ham mana qo'lida hayot qadahi, buning ichida hayot yoki o'lim suvi deyiladi. Shunaqangi qadah turgan. Endi qut baraka timsoli, humo qushi ham mana shu Umay bilan bog'liq. Turkiy tangalarda yoki bo'lmasa juda ko'p balballar deymiz, o'sha balballarda Umay onani figurasidan foydalanishgan. Ya'ni Umay ona bugungi kunda o'zbeklarning ichida ham juda ko'p bu kult yashaydi. Masalan, Moyli, Meyli degan ismlar bor-ku. O'sha chaqaloqlar ko'p vafot etganidan keyin keyingi farzandga qo'yilgan. Yoki bo'lmasa doyalar qadim zamonda shu bolalarni tug'dirayotgan payti meni qo'lim emas, Umay onani qo'li deb ishga kirishgan. Shunda bola tug'iladi deb. Ya'ni chaqaloqlarni va tuqqan ayolni insu jinslardan, har xil yomon narsalardan saqlovchi xudo deb aytilgan. Lekin Umay ona turklarda kult sifatida juda keng shakllanganligi bilan buning kelib chiqishi ham o'sha qadimgi Shiva, ya'ni Hindlardagi Shiva yoki bo'lmasa Mesopotamiya, ya'ni ikki daryo oralig'i qadimgi Sharqdagi ishtar mana shularga borib taqalar ekan. Va bizga keyin Umay ona o'zbeklarda arablardan keyin transformatsiyaga uchragan va Ambar ona. Masalan, men o'zim Xorazmning olis qishlog'ida tug'ilib o'sganman. O'sha yerda Ambar ona kulti ham bo'lardi-da va sumalak pishirganda, ya'ni sumalakni ochardik, u yerda qo'l izi, Ambar onaning qo'li deyilardi. Shunaqa 3 ayri nima ko'rinardi, xuddi Umay onaniki. Shu sumalakda Ambar onani qo'li bo'lsa, demak haqiqatdan sumalak yaxshi pishganligini, unga baraka, qut singan ekanligini bildirib o'tishgan. Umay ona kulti barcha turkiy rasmlarda uchraydi, tangalarda uchraydi. Bu kult turkiylar tarqalgan barcha hududlarni qamrab olgan. O'sha Oltoydan boshlab, hattoki Markaziy Osiyo ikki daryo oralig'i, Baqtriya shu hududlargacha tarqalgan. Keyingisiga o'tsak, endi bu qiz, buni hech kim bilmaydi. Bu qiz Alper Tongani qizi hisoblanadi. Ya'ni men yozganman, aslida ro'yxatning boshida turishi kerak bo'lgan shaxs. Bu Tomarisdan kamida 50 yil oldin yashagan. Ismi Qaz degan ism. Qaz degani endi bu haqda yozma manbalarda, masalan, Tomarisni ham bor yo'g'i bir odam yozgan, Gerodot yozgan. Qazni ham bor yo'g'i bir odam yozgan, Mahmud Qoshg'ariy yozgan Devon lug'ati turk asarida. Bu Alper Tonga. Endi sun'iy intellektda chizilgan bo'lsa ham Alper Tongani shu davrda o'zi Tonga degani arslon yoki arslonga o'xshagan shunaqangi bir sher yo'lbars turi. Shunaqangi kiyim kiyganligi uchun biz taxminan Qaz ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deb gavdalantirdik. Chunki hech qayerda rasmi saqlanib qolmagan va bu Tomarisdan ham oldin yashagan. Devon lug'atida keltirilishiga qaraganda bu qiz Qaz o'yini degan o'yin o'ynagan. Va ismini ham Qaz bo'lishi, Qaz degani qadimgi turkiychada g'oz degan ma'noni bildiradi. G'oz bilasizlar, juda chiroyli, haligi
nima deydi, g'ozdek tutib yuradi. O'sha malikalarga xos ulug'vor bir shohona yurishi uchun shunaqangi g'oz nomi berilgan bo'lishi mumkin. Va Afrosiyobning o'g'illari haqida ma'lumotlar ko'p, lekin shu bittagina shu qizi haqida, ya'ni Alpertunga Afrosiyobning bittagina shu qizi haqida ma'lumot keltiriladi va qaz nomi bilan bog'liq Eronda ikkita shahar qurilgan. Ma'lumki, Afrosiyob Eronni shohnomaga ko'ra 12 yil boshqargan va 12 yil boshqaruv chog'ida Qazvin va Qum degan shaharni mana shu qizi uchun qurdirganligi aytiladi. Ya'ni biz 3000 yillik turkiy o'zbek tarixiga qaraydigan bo'lsak, uning eng birinchi ilk Turon xoqoni mana shu Afrosiyob Alpertunga bo'lsa, ilk Turonning malikasi To'marisdan ham oldingi qaz hisoblanadi. Aslida buni targ'ib qilish kerak, boshqa aytilishi kerak. Mana yaqinda emas, endi o'tgan yili mana shu kitob nashr qilindi. Bu yerda uning nimalari ham, mualliflari ham o'tiribdi. Mana Hilola Nazirova bor, Tilla Niso Nuryog'di, Guljamol Asqarova va yana boshqa ijodkorlarimiz tomonidan mana shu yerda biz 40 ga yaqin tariximizda yashab o'tgan, shularning bir 10 tachasi umuman bilinmagan malikalar, shu paytgacha hech kim eshitmagan, kitoblarga kiritilmagan malikalar edi. Ularni kiritishga muvaffaq bo'ldikda va tushuntirib mana shu haqiqatdan qaz shunaqa inson bo'lganligi haqida. Endi biz albatta xalq og'zaki ijodi dostonlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Sababi dostonlar bizni hali yozuv madaniyatimiz shakllanmagan davrlardan, oldingi davrlardan bizga aks sado beradi. Bu Barchinoy. Endi Barchinoy ham bu Alpomish dostonidagi markaziy obrazlardan biri. Barchin endi shu Alpomishni kutgan, sevimli, vafodor yor bo'lishi bilan birga bilamiz, shu davrda bu ham bir ulkan zodagon, boshqaruvchini qizi bo'lgan va u yerda dostonda u alohida bir takasaltang erkatoy qiz emasda. U 3 yoshida maktabga chiqqan, 9 yoshida savodli bo'lganligi aytiladi. Hattoki o'sha yerda Alpomishni otasi Boysar aytadi, mana endi tezda bu 9 yoshda savodli bo'ldi, maktabdan chiqarib olib, endi hunar o'rgatamiz dedi va qo'y sog'ishni o'rgatgan dedi. Ya'ni shu davrda qarang, o'zi shunaqangi mamlakatni, shu davrdagi hukmdor bir taniqli odam bo'lsa ham qizini faqat erkalatmagan, ham ta'lim bergan, ham hunarmandchilik o'rgatgan. Boya Umay haqida men yana bir narsani unutibman. Umay ayni zamonda ayollar hunarmandchiligining ham ilohasi bo'lgan. Chunki qadim zamonda o'tmishimizda ayollarni savodli qilish bilan birga ularga hunar o'rgatish ham bosh maqsadlardan biri bo'lgan. Sababli u davrlarda urush, jangu jadal, nihoyatda talo-to'pli zamonlar va ayol kishi boquvchisiz qolish ehtimoli juda katta. Shuning uchun ayollarga hunar o'rgatilgan. Gilam to'qish, zardo'zi tikish, ko'rpacha tikish yoki biron narsa yasash, kulolchilik, shunaqangi narsalar. Va hunarmandchilik nihoyatda ayollar uchun qadrlangan. Uni o'zini ilohalari bo'lgan, tangrilari bo'lgan. Va biz uning yuksak namunalarini, masalan, boya aytdik, ipaklar kashf qilingan, boshqa har xil matolarni turlari bo'lgan deb. Albatta bularni orqasida ayolning mehnati yotgan. Ya'ni ayol qo'li bilan amalga oshirilgan shu narsalar va bilasizlar, masalan, bizda emas, ko'proq turklarda eshitganman, 10 barmog'i 10 ma'rifat deydi. Ya'ni har bir barmog'iga bir hunari bor deydi. U mukammal ayol degani. Ya'ni u faqatgina bitta kasbni bilmaydi, balkim bir necha kasblarni biladi va jamiyat boshiga yoki shu oilani boshiga qanaqadir falokat kelib qolsa, bolalarning mas'uliyati u ayolda bo'lishi bilan birga ayolni ma'rifatliligi, turli xil o'sha hunar kasbni bilishi uni vaziyatdan qutqara olgan. Shuning uchun ham mana bekorga Alpomish dastonida keltirilmaydi. 9 yoshdan boshlab qizini darrov
qo'y sog'ishga, echki sog'ishga va boshqa kasblarni ham egallashga o'rgatgan. Aslida dostonlar bizga o'sha davr uchun ham va undan keyingi davr uchun ham bo'lgan mukammal ayol obrazini chizib berishga yordam beradi. Endi Asna va Raksana, endi xronologiyaga qaraydigan bo'lsak, Raksana biroz oldinroq. Raksana endi Ravshanak, bu hammamizga ma'lum. U Baktriya hukmdorining qizi bo'lgan. Aleksandr Makedonskiy Baktriya tuproqlariga kelganda shu qattiq qarshilikka duch kelgan va o'sha davrda bilasizmi, o'zi o'sha davrda emas, butun sulolalar o'rtasidagi o'zaro urushlarga qaraydigan bo'lsangiz, biror bir hukmdor ikkinchi bir davlatni yenga olmasa, xiyla yo'llariga o'tadi-da va u xiyla qanaqa? U xiyla nikoh orqali shu odamni bo'ysundirish. Masalan, qiziga uylanish yoki singlisiga uylanish yoki bo'lmasa o'zini qizini shunga berish. Ya'ni Aleksandr ham shu narsadan foydalangan va mahalliy xalq bilan yaqinlashish maqsadida mana shu Ravshanakka uylangan. Hattoki Ravshanakdan o'sha kichik Aleksandr tug'ilganligi ham aytiladi. Afsuski Aleksandr Makedonskiy vafotidan keyin bu ham Ravshanak ham uning o'g'li halok bo'ladi. Ya'ni ularni ham o'sha fitna qurboni bo'lib o'ldirilishadi. Lekin tarixda shunga qaramay bu Ravshanak ismli malikaning, Baktriya malikasining nomi saqlanib qolgan. Endi Asna, menimcha Asna juda ko'p o'rganiladigan, qator maqolalar yoziladigan malikalardan biri. Masalan, 1-2 yil oldin bir inson qiz farzand ko'rganligini aytib menga telefon qildida va tariximizda shunaqa bir yaxshi ism bormi, shunday bir malikani menga ayta olasizmi va u umuman bir noyob ism bo'lsin, men qizimga shuni bermoqchiman, shu ismni deb. Birinchi aqlimga Asna keldi va siz qizingiz ismini Asena qo'yishingiz mumkin deb uni tarixini aytib berdim. Shu tarix edi va shu inson keyin yozdi, men qizimga shu ismni berdim. Juda ham tarixi chiroyli ekan deb. Asna bu G'arbiy turk xoqoni Istemining qizi. Bu arab manbalarida har xil nomlar bilan keltiriladi, hattoki arman, gruzin manbalarida ham tilga olinadi. Ismi Asna Fakim nomi bilan yoki boshqa bir manbalarda Qaqum nomlari bilan ham keltiriladi. Va bu Asnani nomida biz ham Asna deyish mumkin, ham Asena deyish mumkin, Ashina nomini ko'ramiz. Ya'ni turkiylarning mashhur urug'i bo'lgan Ashina nomi va Xusrav bir Anushervon boshchiligidagi Sosoniylar Eftalilarga qarshi kurashish uchun turklar bilan, ya'ni Istemi xoqon va Muqan xoqonlar bilan ittifoq tuzishga majbur bo'ladi. Natijada mana shu ittifoq nikoh yo'li bilan mustahkamlanadi. Xusrav bir Anushervonga Istemi xoqonning qizi Asna kelin bo'lib ketadi va bu malika Eron saroyida nihoyatda ta'siri kuchli malikaga aylanadi. Bu malikadan tug'ilgan farzand Xurmas 4 degan farzand tug'iladi, ya'ni yarim fors, yarim turk asilli va u otasi vafotidan keyin, ya'ni Xusrav bir Anushervon mana shu turkiylardan bo'lgan malikani oqilaligi uchun, go'zalligi uchun juda sevgan bo'ladi va undan tug'ilgan Xurmas 4ni o'zini bo'lajak valiahdi qilib tayinlaydi. Uni Turkzoda deb atashgan, sababi u turklar, yarim onasi turklardan bo'lganligi uchun va uzoq yillar hukmronlik qilgan. Mana shu Asna, endi bu ham bir taxmin, uni hech kim Malika-i Turandot degan operalar qo'yiladi, bilasizlar, Turon malikasi. Shuni prototipi Asna bo'lganligi aytiladi. Ya'ni bu malika juda ham Eron tarixida ta'sirli malikalardan biri bo'lgan. Endi hammamiz yurtdoshimiz Beruniyni Osorul Boqiya, ya'ni o'tmish avlodlardan qolgan yodgorliklar degan kitobini bilamiz. Shu kitobda Beruniy, endi u umumiy tarixni yozgan, jahon tarixini yozgan shaxs,
o'sha yerda Sosoniylarning hukmdorlari ro'yxatini keltiradi va Sosoniylar bu Eron tarixidagi juda ham kuchli sulolalardan biri. Juda uzoq davr hukmronlik qilgan, arablar zarbasidan keyin taxminan 670-yillarda yo'qolib ketgan. Va bu sulolada bor yo'g'i 2 ta ayolni biz ayol hukmdorlarga duch kelamiz. Va shu suloladagi ayollardan ikkitasini ismi aniq saqlangan va 1 yildan hukmronlik qilgan. Shulardan biri Malika Bo'ron deb yozilgan va o'zim ham hayron qoldim va tekshirib ko'rish kerak albatta deb o'ylayman. G'aybulla akadan ham so'rasam, shu haqiqatan Turon ham bo'lishi mumkin-da. Chunki B bilan T arabchada nuqtalar o'zgarsa o'zgarib ketaveradi-da. B dan T ga o'zgarishi mumkin. Shu Bo'ron degan malika Hurmazning nevarasi hisoblanadi. Hurmaz mana bu Turkzodaning nevarasi edi va undan keyingi malika ham shu Hurmazning nevaralari. Ya'ni meni fikrimcha bir tomonida, ya'ni baribir shu Istemiy xoqonning qizi Asnoni qoni oqqanligi uchun ham endi ular biladi-da, buvisi shunaqa mashhur malika bo'lgan, Turk xoqonining qizi bo'lgan, ular shunaqangi genetik kodlarni tashigan odamlar. Va Eron tarixidagi shu 2 ta malikaning ham yarim kelib chiqishi turkiylarga borib taqaladi. Ya'ni boshqa malikalarga men deyarli duch kelmadim Eronda va yana bir beruniy bir ayolni eslatadi. U qiziqib ko'rdi, boshqa hech qanaqa ma'lumot yo'q. Bahrom Chubinning hamshirasi deydi. Bir ayol bor, lekin ismi turkiycha emas edi. Hech qanaqa haligi turkiycha tiklay olmadim to'g'risi. Shuning uchun ham esimda qolmagan, forscha ism edi. Endi yana bir malika bor, bu Muqan xoqonning qizi Ashina. Endi qizig'i shu davrda Ashina, bu biz ko'rayotgan Asna, Ashinalar hammasi turkiy malikalarning laqablari, ya'ni sulolaviy urug' nomlari hisoblanadi. U haqiqatda qanaqa ismga ega bo'lgan biz bilmaymiz. Chunki u Muqan xoqonning qizi Ashinani ham biz Xitoy manbalari orqali bilamiz. Juda kam ma'lumotlar saqlanib qolgan va unda aytiladiki, Muqan xoqon mana 6-asrda mashhur xoqonlardan biri o'sha Ashina ismli o'zining qizini shu Xitoy Shimoliy Jou imperatori Vuga turmushga bergan. Lekin eng qizig'i shundaki, bu Xitoyda juda ta'siri kuchli malikaga aylangan. Hattoki endi masalan turk tarixchilari shunaqa baho beradi-da, bizni malikalarimiz borgan joyda ham shunaqangi ta'sirini ushlab qola olgan debdi. Sababi bu malika umuman farzand ko'rmagan. Masalan, odatda farzand ko'rish orqali yana ham yaqin, yana ham o'zini siyosiy dovrug'ini mustahkamlaydi. Lekin masalan Bibixonim ham farzand ko'rmagan-ku. Bu ham o'zini oqilaligi bilan, o'sha siyosatni yaxshi tushunishi bilan shu davrda ham asl o'sha turkiy xoqonlar nimasini, qonini o'zida jo'sh urib turganligi uchun balkim shu Xitoyda ham o'zini so'ziga ega bo'lgan malika bo'lishi mumkin. Endi biz faqat chetga qiz berganmizmi shu davrda, lekin chetdan malikalar ham olganmiz, ko'pincha boshimizga balo bo'lgan. Bu tomonni ham aytib o'tishimiz kerak. Shu turk xoqonlari, ayniqsa mana sharqiy turk xoqonlari, g'arbiy turk xoqonlari Xitoydan ko'p malikalar olganda, bu malikalar natijada o'sha turklarni ichiga kirib olib, ularni ichdan yemirish uchun, o'tgan safar G'aybulla aka ham aytib o'tib ketdi, shuni ichdan yemirishga harakat qilgan va ko'p hollarda hukmdorlarni zaharlab o'ldirilishi yoki bo'lmasa mamlakatda ichki bosh-boshdoqliklarga sabab bo'lgan. Yana bir malikani aytib o'tay, u Buxoroga kelgan xitoylik malika ekan. Uni biz Narshahiyning Tarixi Buxoro degan asaridan o'qiymizda. Tarixi Buxoroda aytadi, shu Eltegin degan Buxoroni bir hukmdori bor. U Xitoydan o'ziga malika olib keldi. Mana shu malika deydi, o'zini yurtini sog'inib, Xitoyni sog'inib yig'li yurganligi uchun unga xitoycha ibodatxona, Budda ibodatxonasi Buxoroda qurib berdi deb yozadi. Ya'ni qarang, nihoyatda bu aslida bir tomondan chetdan malika olib kelgani bilan
o'zini yurtidagiday o'zini his qilsin deb o'sha o'zini vazifasini bajarib chiroyli unga sharoitlar ham yaratib bergan. Keyingisiga o'tsak, endi Qabach xotun masalan To'marisdan keyin eng kuchli malikalardan biri hisoblanadi Qabach xotun. Bir joylarda bu Qabach xotun har xil nomlar bilan atalganda, masalan xotun sifatida keltiriladi, xunak xotun, xo'tak xotun. Bir joyda buning ikkinchi ismi xo'tak xotun desam, nomi juda xunuk ekan, kiritmaylik deydi. Ya'ni nomi xunuk bo'lishi mumkin, lekin aslida bu juda ham mashhur, Buxoroni 15 yil davomida boshqargan malikalardan biri hisoblanadi arablargacha bo'lgan davrda. Va Qabach deganni o'zi ham kaba og'och, ya'ni bu o'sha hayot daraxti, kuchli, mustahkam hayot daraxti degan ma'noni bildiradi. Bu Buxor Xudotning xotini bo'lgan, lekin Buxor Xudot erta vafot etadi va uning o'g'li o'sha Bidunni xotini bo'lgan o'g'li To'xshoda yoki Taxshoda. Bu hali voyaga yetmaganligi uchun Buxoroni shu ayol 15 yil boshqargan. Va arablar bostirib kirgan payti ham o'zini amakilaridan, endi shu davrda qarindoshlaridan, turk xoqonlaridan yordam so'ragan. Endi yordam kelganmi yo'qmi aniq bilmaymiz, lekin arablar baribir ularga qarshi kurashgan malikani endi yerga uribroq baholagan. Bu qochib ketdi deydi, ya'ni endi noteng janglar bo'lgan. Albatta aslida sarkardalar ayol kishi rahbarlik qiladigan qo'shinga qarshi kurashni o'ziga or deb bilganda, lekin buni Qabach xotunni sal yomonroq qilib tasvirlagan. Qochib ketayotgan edi, qochib ketganda etigi tushib qoldi deydi. Etigi shu daraja chiroyli oltin, yoqut, har xil toshlar bilan haligi bezatilgan edi. Bir nechta hukmdorlikni, hokimlikni yillik daromadiga teng kelar edi deydi. Ya'ni juda chiroyli kiyinganligini bilishimiz mumkin. Hattoki zamonaviy tarixchilar aytadi, o'sha Zolushkaning oyoq kiyimi tushib qolishi haqidagi epizod ham mana shu Qabach xotunning arab manbalaridagi tarixi bilan bog'liq deydi. Qarang, ya'ni nomi tillarda doston bo'lgan malikalardan biri. Yana aynan buni Buxoroda faoliyat ko'rsatganligi, shunaqangi uzoq yillar davomida hokimiyatni boshqarganligi, ya'ni qaysidir ma'noda masalan Narshahiy uni juda chiroyli ta'riflagan. U otda yurar edi, har kun ayonlar unga navbati bilan salom berishga kelar edi deb o'qishni tavsiya qilaman. Endi hozir bu yoqda vaqtni iqtisod qilish maqsadida o'tib ketaman, lekin aslida bu ham o'sha beva malika, xuddi To'marisday, bu Buxoro To'marisi degan bo'lardimda, to'g'rirog'i. Keyingisi Elbilga xotun. Elbilga, meni hurmatli tinglovchilar, Elbilga uning laqabi, ismini bilmaymiz. Elbilga laqab yoki o'sha davrda epitet deydi, unvon. Ya'ni bilga degani o'sha juda ham aqlli, kayvoniy ayol degan ma'noni bildiradi shu davrda. Bu aka-uka Bilga Xoqon va Shahzoda Kulteginning onasi hisoblanadi. Uning ismi mana O'rxun Yenisey yozuvlarida tilga olingan. O'sha el, davlat, ya'ni bilga, bilimdon, dono nomlarini anglatadi. O'sha Elbilga deb nomlanadi. Keyingisiga o'tsak, bu Bagasiyasni ham birinchi shu kitobga kiritgan biz bo'lsak kerak, mana shu kitobdan joy olgan. Bagasiyas endi faqat tarixlarda, tarix kitoblarida yoki bo'lmasa qo'lyozma manbalarda ma'lummi ayol nomlari? Ayollar hujjatlarda ham ma'lum. Hujjatlar bu o'sha davrdagi iqtisodiy hujjatlar. Kim kimga yer sotdi, kim kimga meros qoldirdi. Xullas, o'tgan asrning 90-yillarida Shimoliy Afg'oniston hududida 100 dan ziyod Baqtriya hujjatlari aniqlanadi. Iqtisodiy mazmundagi hujjatlar. Nicholas Sims Williams degan mashhur Baqtriya yozuvini o'qigan eronshunos tomonidan o'qilgan bu hujjatlar va shu hujjatlarda bir ayol nomi keltiriladi, Bagasiyas. Ya'ni 8-asrda Kadagiston viloyatining malikasi. Mana 700-yilda tuzilgan hujjatda turkiylardan bo'lgan bir oq suyak shaxs Bagasiyas buyuk turk malikasi
Qutlug' Tapag'liq Bilga Sevukning xotini Xalachlar malikasi, Kadagiston malikasi deb yozib qo'yilgan shu yerda. Ya'ni baribir bular ham qarang, hujjatlarda nomi tilga olinishi bu yer sotish, yer olish, kim bilandir shartnoma tuzish, ya'ni mana shunaqangi yuridik hujjatlarni tuzilishida ham ta'sirga ega bo'lgan bir shu davrning siyosiy dovruqli malikalardan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Rasmlar endi haligi yapay zeka, ya'ni sun'iy intellekt mahsuli. Bu chechak. Endi chechak ham juda mashhur malikalardan biri hisoblanadi. Chechak o'zi qadimgi turkiychada gul degan ma'noni bildiradi. Bu mana Xazar xoqoni Biharning qizi hisoblangan. Odatda Vizantiya imperatorlari chetdan qiz olmagan, chetga ham bermagan. Masalan, o'sha nima deydi, Atilla ham Vizantiya imperatorlarining qizlariga uylanmoqchi bo'lganda berishmagan. Lekin negadir Xazarlarning kuchidan foydalanish uchun, Xazar davlati bilan, Xazar turklari bilan aloqa o'rnatish uchun mana 5-imperator Konstantin Chechakka, Xazar xoqonining qiziga uylanadi. Chechak xotun o'sha davrda imperatrica darajasiga ko'tariladi va manbalarda uning nomi Chechak sifatida emas, Irina deb keltiriladi, ya'ni boshqa nom bilan keltiriladi. Va bu masalan biz hamma vaqt Vizantiyani o'sha g'arb klassikasining vatani, markazi deb bilamiz. Chechak bir muddat Yevropada o'sha chechak modasiga asos solgan. Chunki Xazar xoqoni qizini Vizantiyaga jo'natayotgan paytda unga juda katta sep jo'natadi. Ya'ni o'sha Xazarlarning mo'ynalari har xil yoki bo'lmasa Xazarlar davrida yaratilgan juda chiroyli kumushdan, boshqa oltin kumushdan ishlangan idishlar, ya'ni hozirgi davr kelinlarimizni bagemalar olib boradi-yu, shuni tasavvur qilinglar, shuni bu chechak olib borgan va chiroyli qilib haligi sepini yoyganida Yevropada chechakcha kiyinish, chechakcha idishlardan foydalanish degan bir uslubga asos solgan. Chechakni hattoki tangalarda ham Vizantiya hukmdori bilan ayol tasviri tushirilgan tangalar ham bor. Taxminan shu chechak bo'lishi mumkin degan taxminlar ham yuradi, lekin aniq emas. To'g'rirog'i bizni o'rganayotgan davrimiz, ya'ni islomdan oldingi davr yoki 10-asrgacha bo'lgan davr manbalar nihoyatda kambag'al davr hisoblanadi. Manbalar yana o'zlari yozmaganda, masalan haqiqiy turkiy tarixlar, mana Jamiut Tavorixlar yoki boshqalar, bu yerda manbashunos shogirdlarimiz ham o'tiribdi. Shunaqangi manbalarni yozish Xulagular davridan boshlangan. Ya'ni 13-14-asrlardan boshlangan. Lekin ungacha qisqa tarixlar yoki bo'lmasa biz umuman turkiy dunyo tarixini boshqa tillardagi manbalardan o'rganamiz. Shuning uchun rasmlar, manbalar kam saqlanib qolgan. Bu Xuray Xalach, endi bu malika ham deyarli hech kim eshitmagan bo'lsa kerak. Xuray Xalach 3 xil ism bilan keltiriladi. Kolejiyam deb nomlanadi va Xojaram deb nomlanadi. Bu G'aznaviylar malikasi sifatida eslatilgan yagona malikalardan biri. Endi buning haqiqiy ismi menimcha Kolejiy bo'lgan. Kolejiy degani bu Xalach degani. Sababi G'aznaviylar shu Afg'oniston hududlariga borganda ulardan 5 asr oldin Afg'onistonda faoliyat ko'rsatgan turkiy urug' Xalachlarning siyosiy kuchidan foydalangan va G'aznaviylar Xalach malikalariga uylangan. Shuning uchun ham bu o'sha mashhur Xalach malikasi sifatida keltiriladi. Ba'zi manbalarda Mahmud G'aznaviyning qizi deyiladi, ba'zi manbalarda Mahmud G'aznaviyning xotini deyiladi, hattoki Sulton Mas'ud G'aznaviyning suyukli malikasi, ya'ni biz aniq bilmaymiz. Fakt shuki, bu G'aznaviylar saroyidagi yagona yozma manbalar orqali kelgan ayol. Bu endi o'sha Xalachlarning siyosiy kuchini o'zida aks ettirgan. Keyingisi Bibi Robiya Qoraxoniylardan bo'lgan Husaynxon
ya'ni Al-Hasanning rafiqasi Mahmud Xoshg'ariyning onasi. Mahmud Xoshg'ariy bu yirik tilshunos olimlardan biri hisoblanadi. Devon lug'ati turk asari hammamizga ma'lum va mana shu Bibi Robiya aslida bir tomoni shu Qoraxoniylarga ham tegishli bo'lgan, ya'ni o'sha oliy urug'lardan bo'lgan, zodagon urug'lardan bo'lgan ayol hisoblanadi. Robiyaga uylanish uchun qizlar yaxshilab eshitib olinglar, Husayn cho'ponlardan shatranj o'ynashni. Tasavvur qiling, bir erkak Qoraxoniylar davrida yaxshi oiladan qiz olish uchun shaxmat o'ynashni bilishi kerak bo'lgan. Mana manbada shu narsa yozilgan. Madrasa talabalaridan abjad hisobini va gilam to'qishni o'rgangan. Erkak kishi bo'lsa ham gilam to'qishni o'rgangan va keyin ya'ni sovchi qo'ygan. Ya'ni u davrni biz hozirgi davrning dunyo qarashi bilan bahola olmaymiz-da. U davrda yaxshi qizga uylanish yaxshi iste'dod talab qilgan. Aslida hozir ham shunaqa bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa erkak kishi juda ko'p jismoniy janglarda, kurashlarda, milliy o'yinlarda, etnosportlarda sinalgan. Masalan, biz tarixchilar shu adabiyotlarni, manbalarni o'qiganimizda istaymizmi, istamaymizmi shunaqangi ma'lumotlarga duch kelamiz. Keyingisi bu nima deb o'ylaysiz? Mana shu kim? Qani topishmoq, ozroq sizlarni jonlantiraylik. Bu nima? Mana shu narsa nima? Shu rasmda nimani ko'ryapsiz? Kimda fikr bor? Idish, yana kimda? Kimni ko'ryapsiz markazda? Ayolni ko'ryapsiz, semizgina, baquvvatgina. Umayga ham o'xshab ketadi. To'g'ri aytyapsiz. Bu nima? Hozir idish emas. To'g'ri aytdingiz, muhr. Ya'ni bu kofir qal'adan topilgan, islomdan oldingi davr 7-8 asrlarga tegishli bo'lgan Samarqanddan topilgan ayol kishini muhri. Ya'ni o'sha davrda ayollar o'zlarini muhriga ega bo'lgan va shu yerda Yoshida tomonidan, keyinchalik Alisher Begmatovlar tomonidan o'qilgan Erti opaning qizi Unen xotun deb yozilgan. Ya'ni hattoki muhrga o'zini ismini ham yozdirganda. Ya'ni bunaqangi muhrlar ko'p topilgan. Men faqat o'zimizda Samarqanddan topilganini keltirdim. Bu ayollarning muhrlari paydo bo'lishi, o'zini rasmini, chiroyli o'sha zalvorli o'tirishini uyalmasdan, mana hech haligi ikkilanmasdan o'zini rasmini ham qildirib qo'yibdi. Va muhr bunaqangi muhrlar Gandharadan ham topilgan. Ko'plab Eftaliylar davriga oid muhrlarda bevosita ayolni ko'rishimiz mumkin. Keyingisi Eftaliylarga oid kosa. Endi biroz xiraroq ko'rinibdi. Bu ham Samarqanddan topilgan mashhur chelak kosasi deb nomlanadi. O'rtada Eftaliy hukmdori va Feruza opa faqat semiz, baquvvat ayollarni ko'rsatyapsiz deyapsiz. Atrofida 6 ta chiroyli raqqosaning ham tasviri bor. Ya'ni o'sha davrdagi kumush likopcha juda ham chiroyli. Bu Samarqandda saqlanadi. Samarqand muzeyiga tashrif buyurganingizda albatta shu originalni ko'rishni tavsiya qilaman. Menimcha Islom sivilizatsiyasi markazida buni kopiyasi saqlanadi, chunki shuni albatta olib kelish kerak. Dunyo kezib yuruvchi kosalardan biri bu. Ya'ni juda mashhur va atrofida bu Gandhara san'ati o'rtoqlar. Bu ya'ni ayollarni, 6 ta ayolni tasvirlash Gandhara, Hindlardan kirib kelgan san'at hisoblanadi. Keyingisi. Endi bu vazalarda biroz xiraroq ko'ringan. Bular ham mana Turkmaniston Marvdan topilgan. Mana bu yerda har xil qadim, bu ham Eftaliylar davriga oid sarkofaglardan aniqlangan. Shu yonidagi timsol shu ayol kishi bo'lishi mumkin. Ya'ni hukmdorni yonida o'tirgan. Chunki manbalarda aytiladi, hukmdor elchilarni qabul qilayotgan payti chap tarafda xotin joy olgan. Keyingisi Nana. Endi Nana bu boya ham aytib o'tdik, Inanna degan o'sha qadimgi sharq ma'budalaridan biri bo'lgan Nana timsoli. Bu asosan So'g'diyonadagi iloha ayol ko'rinishida tasvirlangan. Mana o'rtada
shunaqa ko'rinishda o'tiribdi, so'g'itlarni dunyoqarashini o'zida aks ettirgan. Bu endi hamma eslagan bo'lishi kerak, o'sha yonib ketgan panno aniqlandi-ku, o'sha Lourda olib borib u yoqda ham namoyish qilindi. Mana shu yerda ham ayol iloha. Buni nima uchun keltirdim? Ya'ni so'g'it ilohalaridan biri ayol kishi ko'rinishida tasvirlangan. Faqat men bu yerda xursand qila olmaymiz, bu yoqda ko'pchiligi erkaklar. Ya'ni bu yerda qanaqadir diniy rituallar amalga oshirilyapti bu pannoda va u yerda erkaklar o'rin olgan. Keyingisi endi Xorazm ilohasi. Qarang, Nananing boshqa bir versiyasi Xorazmda ham bo'lgan. Va bu Xorazmda bu juda yaxshi saqlanib qolgan, ko'p qo'li bor. Xuddi Shivanikiga o'xshagan, o'zi ayollarda azaldan ko'p qo'li bo'lgan. Har biri bir ishni qilganda 1000 ta qo'li bor, 1000 ta joni bor deydi-ku. Ya'ni mana shunaqa ko'rinishda shakllangan. Bu mana idishda saqlanib qolgan. Ya'ni ilohalar. Endi ayollarning maqomlariga keladigan bo'lsak, xotin unvoni turkiy jamiyatda ayolni yuksak mavqega ega ekanligini ko'rsatuvchi institutlardan biri bu xotin unvonining mavjudligi hisoblanadi. Xotin u hozirgi kunda xotin bo'lib qolgan, lekin avvalgi davrlarda xotin bu hukmdorning rafiqasi degan ma'noni bildiradi. Hukmdordan keyin ikkinchi o'rinda turadigan shaxs. U xotin butun davlatni boshqarishda, qonunlar qabul qilinishida, hukmdor jangga ketgan payti butun o'sha nimani saroyni boshqarishda ishtirok etgan shaxslardan biridir. Mana turk xoqonlarida 552-yildan boshlab aytiladi, lekin Andrey Kubatin fikricha xotin unvonini turklar boshqalardan qabul qilgan. Masalan, Tuyuxunlardan yoki undan oldin yashagan Jujanlardan ham qabul qilgan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Endi keyingisiga o'tsak, kiyiklar. Endi ayollar, xo'p, shuncha aytyapsiz, ayollar uchun ko'p sharoitlar yaratilgan. Xo'p, isboti nima keltira olasiz desangiz, men o'sha davrda yaratilgan matolarni keltirgan bo'lardim. Ya'ni ayollarimiz o'sha davrda ham o'ziga xos glamurda yashashgan. Ya'ni o'sha davrning chiroyli modasidan foydalangan, chiroyli kiyingan, ular uchun qancha hunarmandlar ishlagan. Mana shu matolar kamida 1000 yil oldin yaratilganda, balkim undan ham oldin yaratilgan kiyiklar. U matolarda hozirgidek mana soddagina nimalardan foydalanmagan, geometrik rasmlardan. U matolarning har biri ayol uchun yoki ba'zan shuni erkaklar ham kiygan, erkaklar uchun o'ziga xos san'at asarlari bo'lgan. Mana so'g'di mato fragmenti xususiy kolleksiyalardan. Yana aytib o'tmoqchi edim, Islom sivilizatsiyasi markazida mana shu matolarning namunalari ham, asl namunalar ham olib kelingan. Agar vaqtingiz bo'lsa, albatta borib, mana shu matolarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Keyingisi, mana matolar, qarang, juda chiroyli. Har xil hayvonlarni nimalardan foydalangan. Hattoki qiziqarlisi cho'chqa boshidan ham foydalanilgan. Chunki Sosoniylar davrida cho'chqa kuch ramzi bo'lganda, uni o'ldirish, o'sha bitmas tuganmas kuchga ega bo'lish degan ma'nolarni anglatgan. Mana bular ham to'ng'izlar tasviri tushirilgan so'g'it matosi yoki Belgiyada. Afsuski bu matolarning fragmentlari bizda qolmasdan tashqariga chiqib ketgan. Mana bular ham mana matolarni har xil, hattoki krestni ko'rish mumkin-da shu davrda. Keyingisiga o'tsak, mana Lyondagi matolar, Lourda saqlanayotgan Buxtegin matolari. Endi bular zandanachimi yoki bo'lmasa o'sha davrda yaratilgan samit matosimi, buni aniqlash biroz qiyinroq. Yana keyingisiga o'ting, bu hozirgi tiklanishi mana. O'sha davrdagi matolarni har xil devoriy rasmlarda kiyilganlari saqlanib qolgan-ku. Masalan, mana shu Afrosiyobda kiyilgan kiyimlarni ko'rishimiz mumkin. Keyingisiga o'ting, so'g'it matosi mana bir parcha, bu o'sha o'zimizning So'g'diyona, ya'ni hozirgi Samarqand hududlarida yaratilgan matolardan. Endi bezaklar alohida bir mavzu. Qarang, biri-biridan chiroyli bezaklarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana shular hozirgi zamonaviy brendlarga asos bo'lgan.
hozir qimmat tilla ishlab chiqaruvchi, o'sha tilla bilaguzuklar ishlab chiqaruvchi brendlarga shular asos bo'lgan. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Tojlar yoki zebagardonga o'xshagan narsalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ayollar uchun o'sha davrda zargarlarimiz ham juda sidqi dildan ishlashgan. Masalan, har xil ajdarxomi yoki bo'lmasa ilon tasvirlari tushirilgan. Mana bu yerda mana ajdarxoni ko'rish mumkin. Mana bu yerda tog' echkisi, xullas ko'p tojlar, mana ular hammasi oltindan ishlangan, ko'pchiligi tilla tepadan topilgan. Bizning davrimizgacha juda sifatli bo'lganligi uchun saqlanib kelgan. Keyingisiga o'tsak, yana sizlarga topishmoq. Shu nima? Ataylab yozmadim. Nima deb o'ylaysiz? Ha? Yo'q, uzukam emas. Yo'q. Bu sopoldan qilingan. Nima bo'lishi mumkin? 15 asr oldin ayollarimizni qo'lida bo'lgan shu narsa. Yo'q. Kosmetik idish qopqog'i. Ya'ni masalan, hozir hamma tasavvur qilsin, o'zini kosmetik idish qopqog'ini, oddiy pudra izi qopqog'ini tasavvur qiling. Hozir dizaynerlarimiz 15 asr oldingi dizaynerlarichalik fantaziyani ishlatmagan. Ya'ni bu eftalilar davrida ayrimlari kushonlar, hattoki o'sha 2-3 asrlarga borib taqaladigan, o'sha ko'pchiligi Gandharadan topilgan, to'g'ri, u hududlardan, lekin bizni ota-bobolarimiz o'sha kushonlar, eftalilar davrida yasalgan kosmetik idish qopqoqlari. Endi ichida har xil upa yelik, boshqa kosmetik mahsulotlar saqlangan bo'lishi mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, u davrda ayol uchun borini berib, butun san'atini ishga solib, butun mahoratini ko'rsatib ishlagan ijodkorlar. Ya'ni yuqoridagi gapimni isboti o'sha ayol o'sha davrning, ya'ni har bir davrning gultoji sifatida eng yaxshi narsalar unga sovg'a sifatida beriladigan davrlar bo'lgan. Endi tangalarda, endi buni G'aybulla akam aytib o'tdi. Mana malika tasviri tushirilgan. Ana hukmdor va malika tasviri aynan bizni Toshkent vohasi hududidan topilgan. Shunaqangi 5-6 tur tangalar topilgan. Uni yonida ham hukmdor bor, ham o'sha davrning malikasini tasvirlari mana ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda uncha yaxshi ko'rinmagan, lekin buni Vizantiya ta'siri deb baholashadi, afsuski. Baribir shu Yevropadan kirib kelgan Vizantiya ta'siri deb, sababi Andrey Kubatin, G'aybulla Boboyorovlarning shu haqda maxsus maqolasi bor. O'tgan safar ham aytgan edim. G'arbiy turk xoqonlari tangalarida Vizantiya faktori degan. Lekin mayli faktor kimniki bo'lsa ham, ya'ni qaysi joydan olingan bo'lsa ham, baribir malikaning yuksak o'ringa, o'zini so'ziga ega bo'lganligini isboti sifatida, masalan, Kushon tangalarida uchratmaysiz yoki Ironiy xunlar tangalari degan tangalar guruhi bor, u yerda uchratmaysiz, lekin bularda aynan shu hukmdor bilan yonma-yon turgan malikani ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha bundan endi milodning 7-8 asrlaridagi gender tenglikni naqadar yuksak darajada bo'lganligini bizga ko'rsatadi. Keyingisi, endi eftalilar davriga oid terrakotalar. Bu yerda ayollarni ko'rish mumkin. Ya'ni ayollarning soch turmaklari, ko'rinishlari qanaqa bo'lgan yoki boshlarida qanaqa tojlardan foydalangan. Bular ham mana 5-7 asrlarda Dalvarzintepa, Budrash, Chahoniyon, Hisor vodiysidan, demak, bizga o'sha davrdagi ayollarning qiyofasi qanaqa bo'lganligini ko'rsatib beruvchi muhim artefaktlardan biri hisoblanadi. Mana xoqon va xotin unvonli tangalar mana bu yerda yaqqolroq ko'rilgan. Ayniqsa mana shu yerda masalan yonma-yon ko'rishimiz mumkin. Yana keyingisiga o'tsak, xotunkat. Endi xotunkatni qanday? Mendan ham yaxshi yozgan bir inson o'tiribdi bu davrada.
turkolog olima Munira Xatamova, xotin-kat, ya'ni turkiy xalqlarning, umuman turklarning shaharchilik madaniyatini o'rganganlar uzoq yillar davomida va xotin-katga ham to'xtalib o'tgan. Xotin-kat o'sha davrda ayollar uchun qurilgan shaharda, endi bu Xotin Sini deb ham eslatiladi, yana boshqa joylarda ham bor buni ekvivalentlari. Va xotinlar uchun qarang, hukmdorni xotini uchun alohida qasr, alohida bir shaharcha barpo etilgan o'sha davrda va u hozirgi kunda mana yozib ham qo'yibman, Toshkent shahrining shimoliy sharqidagi Do'rman qishlog'idan 4000 kilometr janubda joylashgan. 4 kilometr janubda joylashgan, uzr, charchadim shekilli. Va arxeologlar esa uni Chirchiq daryosining so'l qirg'og'idagi bugungi Kavardan qishlog'idagi Xonimqo'rg'on yodgorligi ham, ya'ni ikki xil joy bilan lokalizatsiya qilinadi. Mana shular aytiladi. Keyingisi o'zi oxirlab qoldik. Yana bir muhim narsani aytib o'tmoqchi edim. Sababi men o'zim bu o'yin haqida yozganman. Turkologiyadan tashqari turkiy xalqlarning milliy o'yinlarini ham hobbi sifatida yozib yuraman. Juda ko'p o'yinlarni o'rganayotgan payti duch kelganmanki, qizlarni bilan alohida o'ynaladigan o'yinlar bo'lgan va bu qiz quvish o'yini o'zbek xalqida ham uchraydi. Chunki men oldin o'ylardim qiz quvmay, qiz quv deb faqat qirg'iz va qozoqlarda bo'lsa kerak deb va Xorazmdagi teatr haqida bir kitob o'qiganimda o'sha yerda mana qiz quvish o'yini o'tgan asrda, mana 20-asrning boshlarigacha Xorazmning shimolida yashagan o'zbeklar orasida ham o'ynalganini, mana keyinchalik bu boboy aytadi, 10-15 yoshlarga borganida bu o'yin o'ynalmay qo'yganligini. Ya'ni qiz quvish nima uchun o'ynalgan? Kelin tanlangan, turmushga chiqishdan oldin bo'lajak kuyov bilan otda poyga uyushtirilgan. Agar qiz oldin marraga yetib kelsa, u hech qachon u yigitga turmushga chiqmagan. Chunki u yigit qizni yengishi kerak bo'lgan. Va bu orqali yigitning jismoniy baquvvatligi, uni nishonlarni to'g'ri nishonga olishi, ya'ni missiyasi aniq bo'lgan yigitga shu davrda berilgan qizlar. Qiz quvish o'yini afsuski hozir yo'qolib ketgan. Men o'zim Ko'kbo'ri, ya'ni ko'pkari o'yinining tarixini ham o'rganganman. Turkiyada maqola e'lon qilganman shu haqda jurnalda va oxirida shunaqangi bir fikrga kelganman. Chunki qadimda shu ko'pkari o'yiniga ham mana shu qizlar bilan bog'liq, ya'ni qizlarni uyiga sovchi bo'lib borgandagi jarayon bilan bog'liq bir voqea asos bo'lgan. Odatda endi u davrda tasavvur qiling, pul yo'q, hali tangalar yo'q. U davrda qizni uyiga sovchi bo'lib borilganda go'sht olib borilgan. Go'sht olib borilgandan keyin go'shtni olib qiz tomon qochgan, ya'ni tog'alari, boshqalari endi go'shtni shu davrda teriga o'rab olib borgan va uni olish uchun yigit tomon qochgan. Biri-biriga otib, shu o'yin keyinchalik ko'pkari o'yiniga asos bo'lgan bo'lishi mumkin degan fikrga kelganman. Va yaqinda Atilla haqida bir ko'rsatuvga tayyorlanish chog'ida yana bir tadqiqotni o'qib qoldim. Xunlarni yerga urish uchun o'sha davr manbalari bular go'shtni pishirmay yeydi deydi-da. Sababi ular otga o'tirgan payti egarini tagiga go'shtni qo'ygan va shu bilan ot choptirgan. Natijada haligi harakatlanish natijasida go'sht yumshoq bo'lib qolgan. Va undagi har xil haligi nimalar ham ketganda, zaharlashi mumkin bo'lgan bakteriyalar yoki boshqalar natijada uni yegan deydi. Ya'ni mana shu o'yinlarni zamirida ham aslida qizlar bilan bog'liq faktorlar yotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu orada Atillani ham ozroq qo'shib o'tib ketay. Atillani ham masalan ayollar haqida gap ketganda ko'p hukmdorlar ayollarni fitnasini qurboni bo'lganligini ham ko'rishimiz mumkin. Xususan Atillani ham ayoli o'ldirgan. Uxlab yotganda deydi, endi men u versiyaga qo'shilmayman, bug'ib o'ldirgan deydi. Chunki Atilladay baquvvat xunni bir ayol bug'ib o'ldirish mumkin emasdi. Menimcha zaharlab o'ldirilgan bo'lsa kerak. Ya'ni ayollarni doimo mana shunaqa fikrlar bilan ham eslash holatlari mavjud. Endi bu ham baribir
orientalizm hamda o'rta asrchilik degan narsa bor. Ya'ni hozirgi davrda turib o'rta asrcha fikrlash. Bir narsani o'rta asrcha baholash. Albatta bu ham to'g'ri emas. Sababi ayollar tarixini o'rganayotgan payti orientalizm nuqtai nazari hamma ham to'g'ri kelavermaydi. Ya'ni g'arb sharq ayolini qutqargan degan stereotip doim ham to'g'ri emas. Hozir meni shuncha keltirgan narsam sharqda ayollarda azaldan erkinlik, shaxsiy fikr, oilaparvarlik, farzandparvarlik, vatanparvarlik, chiroyli yashash, hashamatli yashash, o'zini qadrini bilish degan tushunchalar bor ekanligini yoki bo'lmasa vafodorlik, bu juda ham muhim narsa bugungi kunda, vafodorlik kabi tushunchalar, zino kabi yomon narsalarni qoralanishi uni bizga qanaqadir keyingi g'arb madaniyatlari ta'sirida o'rgatilmagan. Aslida bizni genetik kodlarimizda shu narsalar 3-5 ming yillar ilgari ham bizni milliy o'zligimizga, o'zbek o'zligiga singib ketganligini tushuntirish uchun keltirilgan artefaktlar, tushuntirish uchun keltirilgan manbalardan olingan meni uzoq yillik ma'lumotlarim edi. Keyingisiga o'tsak, ancha o'zi oz qoldi shekilli. Mana Buxoroda ayollar hammomi bo'lganligi ham aytiladi. Ayollar ham masalan erkaklar kabi ular uchun alohida qurilgan hammomlarga borgan. Munir opa bilan biz adashmasam shu Buxorodagi hammomlarga ham boruvdik. Juda Buxoro hammom qurishda nihoyatda shu ilgarilab ketganligini ko'rish mumkin-da. Hattoki bizga shu davrda esingizlarmi tushuntirishgan edi. Bir qism o't bilan butun bir hammomni isitish mumkin deb. Ya'ni bu Shayboniylar davrida qurilgan hammom. Shayboniylar juda ham bir kosmopolit, bag'ri keng, tolerant, ayollarni nihoyatda ulug'laydigan qabilalardan, sulolalardan biri bo'lganda. Masalan, Shayboniylar davrida mana tasavvufchi bir mashhur ayolni ham bilamizda. U ham Shayboniylar davrini hosilasi. Xilolaxon agar men adashsam to'g'rilab ketadilar, Qiz bibi og'oyi Buzurg edi shu ya'ni tasavvuf vakilasini ismi. Ya'ni shu davrda tasavvuf ilmi bilan faqat erkaklar, fatvolar yozish bilan faqat erkaklar emas, balkim ayollar ham mumkin, ya'ni ularning qobiliyati, ularning o'sha zukkoligi yetishi mumkinligini isbotlovchi bir yaqqol o'rnaklardan biri hisoblanadi. Keyingisi endi bular Saljuqiylar, Qoraxoniylar davridagi ayollarni rasmlari keramikalarda saqlanib qolgan. Endi shu bilan o'zi 9 dan ham oshdi. Ayollar haqida gapirmoqchi bo'lgan gaplar nihoyatda ko'p edi. Bir Tomarisning o'zi bir dars bo'lishi mumkin. Bir Qabach xotinning o'zi 1,5 soatlik dars bo'lishi mumkin. Lekin men baribir o'zimni mutaxassisligimdan kelib chiqqan holda, ya'ni men shu davrlarni mutaxassisiman, ko'proq ma'lumotlarni shu davrlardan olib sizga yetkazishga harakat qildim. Sababi meni fikrimcha ham bu sizga ma'lum bo'lmagan. Chunki biz juda ham ko'p boya aytib o'tganimdek Temuriy malikalar, Boburiy malikalar, saroy shoiralari, mashhur adabiyot vakilalari, devon tuzgan insonlar haqida ko'p eshitganmiz. Adabiyotlar orqali ko'p taniymiz, lekin bu ma'lumotlar bizning milliy, ya'ni o'zbek ayolini milliy o'zligi shakllanishi uchun qaysidir ma'noda kerakli bo'ladigan ma'lumotlar deb yo'lga chiqdim va sizga shuni qisman bo'lsa ham yetkazishga harakat qildim. Bularni dissertatsiya qilgan, hozir men keltirgan ma'lumotlarni umumlashtirgan tadqiqotchi yo'q. Buni tan olishimiz kerak. Natijada biz kabi mutaxassislarga gardaniga tushadi shu narsa va natijada bu kabi kitoblar yozilayotganda davr mutaxassisi izlanadi va shubhasiz mavzusi boshqa bo'lsa ham shu davrning mutaxassisiga aytiladi-da, yordamlashing, boshqa shu davr bo'yicha ma'lumotlarni bering deb va asta-sekin kitoblar kengayadi. Endi men bu yerda nimani aytmoqchiman? Biz hali ham gender tadqiqotlar borasida juda orqadamiz, juda ham orqadamiz. Juda ko'p tarixlar yozilyapti, juda ko'p PhD dissertatsiyalari himoya qilyapti.
Lekin gender tadqiqotlar kamligicha qolyapti. Masalan, o'tgan asrning 60-70-yillardan boshlab Yevropada gender tarixini o'rganish jonlangan. Ko'plab asarlar, ko'plab kitoblar, tadqiqotlar yoritilyapti-da. Lekin bizda hali ham o'sha ayollarni o'rganuvchi tadqiqotlar, ularni tarixdagi tutgan o'rnini ko'rsatib beruvchi ilmiy tadqiqotlar nihoyatda kam. Aslida bugungi nimani maqsadi ham, mana shu Milliy o'zlik loyihasining ayollarga bag'ishlangan maqsadi ham shu tadqiqotlarni amalga oshirish va xalqqa tanitishdan iboratda. Buni ham bir yaxshilab o'ylab ko'rib, kelajakda balkim shu auditoriyada ayollar tarixi, o'sha o'zbek ayolining milliy o'zligini aks ettiruvchi bir kompleks tadqiqotni amalga oshiruvchi bir qiz o'tirgan bo'lsa, men bundan juda xursand bo'lgan bo'lar edim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat. Marhamat, savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Savolim ochiq bersam bermasam deb o'yladim, chunki siz sohangizga aloqador va juda uzoq bo'lishi mumkin. Alpomish dostonida Qorajonni akalari Marchinni so'rab kelganida yo birimizga tegasan, yo barimizga tegasan degan gapi bor. Mana shunda poliandriya elementlari bormi degan savol meni qiziqtirayotgandi. Alpomish dostonni o'zi 1000 yillik, ya'ni yoshi 1000 yil deb belgilab berilgan, lekin 1000 yil oldinga qaraydigan bo'lsak, poliandriyani elementlari undan ham uzoqroqqa borib taqalar balki degan borda savol bor. Savolingiz uchun rahmat. Bu savolni biroz keyinrog'ida bersangiz ham bo'lardi, lekin mayli, men javob beraman. Poliandriya elementlari haqiqatan siz aytgan jumlada sezilishi aniqda, mumkin. Chunki Alpomish dostoni u bizning yozuvsiz tariximizni o'z ichiga oladi. Ya'ni o'sha qadimgi davr, shu hududdagi xalqlarning eng qadimgi xotiralarini o'zida aks ettirgan. Masalan, Eftalilar deb ko'p aytdim. Eftalilarda ham poliandriya odati mavjud bo'lganligini yozishadi. Ularni bosh kiyimi haqida, mana shu bosh kiyimi shuni anglatishi haqida ma'lumotlar bor va eftalilarni biz juda sevib o'rganamiz. Masalan, bir so'nggi tadqiqot chiqdi-da, u so'nggi tadqiqotda eftalilar shu odatni tog'li hududlarga borganidan keyin, ya'ni Badaxshon shu hududlarga, ya'ni Baktriyadan keyingi hududlarga borganidan keyin mahalliy xalqlardan o'rgangan bo'lishi mumkin degan versiya yotadi. Mana Jahongir ham meni gapimni tasdiqlayapti. Buni adashmasam fransuz tadqiqotlarida ko'p tilga olinadi va aynan Baktriya hududi, ya'ni shu yerda yashagan eftalilarda shu odat mavjudligi uchun ularni massagetlarga bog'lashadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, Gerodot ham massagetlarni shu poliandriya odati mavjud bo'lgan elat sifatida baholagan. Asosan shu massagetlar bilan eftalilarni bog'lovchi odamlar shu odatga tayanadi. Shu odatning har ikkala xalqda mavjud bo'lganligidan kelib chiqadi. Bu albatta qadimgi o'sha matriarxatning qolintilari bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Endi folklor haqida gapiryapti-da, shunga fikr bildirish uchun turdim. Diplomim bo'lmasa ham uzoq yillardan beri folklorda yuribman. Bu siz aytgan savol folklorshunoslar orasida ham bahsli. Ma'rifat gazetasida Omonilla Madayev xuddi shu narsani yozgandi. Ya'ni ko'p erlilikning bir ko'rinishi sifatida bir asorati deymizmi, shunaqa sifatida yozgan edi. Lekin folklorshunoslar aytadiki, bu yerda so'z o'yini ham bo'lishi mumkin deydi. Qofiya ham borda, birimiz va barimiz degan qofiya bor. Bir jihati, yana bitta jihati bu tahdid. Ya'ni bittamiz tanlamasang, hammamiz seni tahqirlaymiz degan tahdid ham borda. Shu olimlarning fikri har xil va hammasida ham qandaydir ma'noda asos bo'lishi mumkin. Va bugungi sizni ma'ruzangizni eshitib o'ylanib qoldim, to'g'risi. Ayollar tarixda qolish uchun yo erkakni o'ldirish kerak ekan,
yoki eri o'lgan bo'lishi kerak. Boshqacha holatda ham bor ekan, endi aniq ta'rifdan qolish uchun shu ikkita ish qilish kerak ekanda. Vitaminni ham bilamiz, ayoli o'ldirgan deydi. Qiziq jihati, men doim aytib kelaman, ayollarda tanlov imkoniyati hozir ham, o'tmishda ham yaxshi bo'lgan, imkoniyati bo'lgan. Mana qisquvdi o'yini bor yoki kurash tushish o'yini bor. Ayol, endi kuchli ayol albatta, otini sal sekinroq yugurtirganda yoki kurashda yiqilib bergan. O'sha tomonlar imkoniyatlarini, ya'ni malikalarga nisbatan imkoniyatlarini qoldirgan. Ular ochiq, men senga tegaman deb ayta olmasa ham, shunaqa musobaqalarda o'zini moyilligini bildirgan. Savolim endi men tushunmayman, ayollarda ehtiyoj bo'lishi mumkin. Bu gender tarixini o'rganishda nima beradi? Ayollar o'zligini qidirib o'rganadimi yoki qanaqadir boshqa amaliy ahamiyatlar bormi? Savolingiz uchun rahmat. Undan oldingi fikrlarga biroz baho berib o'tmoqchiman. Nega zaif ayolni masalan afsonalarda bosh qahramon qilib keltirishadi? Ya'ni zaif ayol deganda yo beva qolgan ayol yoki bo'lmasa o'sha qasosga intilgan ayol. Ya'ni bunda albatta afsonalar xalqni uzoq yillik o'sha aqlliligi, zakovatini mahsuli-ku. Ya'ni ayol zaif bo'lganda ham birinchi o'rinda o'sha bolasining taqdirini, u orqali butun o'sha davr uchun qabila bo'ladigan bo'lsa, u qabila shu davr uchun, u uchun millat tushunchasida o'sha narsa ham turgan va shu orqali zaif bo'lsa ham u baribir kuchli turishi kerak. Ya'ni oilani tashlab qo'ymasligi kerak degan ma'noda tanlangan. Lekin hozir men sizga qancha hukmdorlarni qizlarini keltirdim, qancha boshqa davlatlarga kelin bo'lib, o'sha yerda ta'sirga ega bo'lgan malikalarni nomlarini keltirdim. Bular albatta ya'ni yolg'iz malikalar emasda, oilali, bola chaqali yoki ko'ryapmiz Eronda mana ikkita bo'ron va yana boshqa malikaning nomini keltirdim. O'sha buvlaridek bo'lishga intilib, davlatni bir yil bo'lsa ham boshqarishga harakat qilgan. Ya'ni faqat unaqa zaiflar emas va ayol orqali qahramonlik targ'ib qilish odati bor. Bu azaldan shakllangan. Masalan, Janna d'Ark orqali fransuzlarning vatanparvarlik tuyg'usi oshirilgan. Mana 18-19 yoshidagi Janna d'Ark fransuzlarga fransuz bo'la turib, o'zi o'sha angliyaliklarga qarshi jangga otlangan. Masalan, men 7-sinfda Janna d'Arkni suddagi gapini yodlab olganman. Xudo inglizlarni yomon ko'radimi? Inkvizitorlar Jannaga savol beryapti. Jannaning javobini qarang. Bunisini men bilmayman. Ammo men shunga aminmanki, Fransiya tuprog'ida o'limini topadiganlardan boshqa barcha inglizlar Fransiya tuprog'idan haydab chiqariladi dedi. Ya'ni o'tda yondirilishidan oldingi vatanparvar yoshgina qizning jasorati. Shu orqali fransuzlarning milliy o'zligi, vatanga bo'lgan muhabbati birgina kichkina qizning jasorati orqali haligi messej qilib jo'natilyapti-da. Yoki bo'lmasa Mulangni eslang. Mulang ba'zi filmlarda, aslida filmda ham yumshoq kuch sifatida foydalanilgan, yo jujanlarga qarshi kurashyapti Mulang, yo bo'lmasa xunlar Shanyuiga qarshi kurashyapti. Ya'ni Xitoyliklarda shuncha milliardli aholida bir erkak obrazi yo'qmidi? Mulangda yosh qiz orqali, ya'ni noteng jang, jujanlar, xunlar nihoyatda kuchli askarlar. Ular haligi otilganda o'zidan ovoz chiqaradigan nayza o'qlariga ega bo'lgan. Ya'ni shularga qarshi birgina qizning jasoratidan foydalanib, boshqa xitoylik askarlarning ma'naviyatini ko'taryapti. Ya'ni ayol hamma joyda uni eri o'ladimi yoki bo'lmasa u umuman nima deydi, bir Atillani o'ldirib, lekin Atillani o'ldirgan ayol mashhur bo'lmagan, uni hamma yomonlaydi. Atillani shunaqa haligi o'ldirib, shunday katta
yurishlariga boshqalariga chek qo'ydi debdi. U qaytanga hiylakor ayol, ya'ni qora nimada gavdalanadi. Aytmoqchimanki, ayol baribir ayoldan foydalanilganda, masalan vatanparvarlik timsoli yoki boshqa nimalarda shu ayolning siymosidan foydalanilgan va ayol vizualizatsiyada erkakdan ko'p ta'sirga ega. Masalan rasmlarda ham hamma joyda ayolni tasvirlasa, erkakdan ko'ra e'tiborni tortadi. Masalan, hozir tasavvur qiling, bir erkak o'tib ketsa qaramaysiz, lekin bir ayol o'tib ketsa, doq qaraysiz. U ko'p nimani, ya'ni e'tiborni tortadi. O'shaning uchun buni o'tmishimizda bilishgan, juda yaxshi bilishgan. Shuning uchun ham ayollar qahramonlik dostonlariga albatta kiritilgan, rasmlarga, tangalarga va boshqa ijtimoiy hayot unsurlariga ramz sifatida kiritilgan. Endi gender tadqiqotlar nima uchun kerak? Gender tadqiqotlar kerak chunki millatni bolalarini ona tarbiyalaydi-da. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Masalan, kinder history deydi. Bola tarixi umuman yo'q, bilasizmi? Bolalar tarixi degan fan sohasini eshitganmisiz? Masalan, manbalarda bola haqida biror narsa o'qiganmisiz, masalan? Juda qisqa. Masalan, men xunlarni tazkirasini Uyg'urchadan o'zbekchaga tarjima qilganman 2016-yillarda. Bir joyda 100 betlik matnda bir joyda bola eslatiladi. Bir joyda ayol eslatiladi. Hozir aytsam, haligi hayron qolasiz. Birinchi o'rinda xunlar go'shtni askarga yediradi, qolgan qutganini ayollar, qariyalar, bolalarga yediradi deydi. Ya'ni shuni ko'rib Xitoy markazchilik g'oyasi bilan qarash kerak-da bu yerda. Xitoyliklar madaniyatsiz deyapti. Qarang, bolalarni, ayollarni asramaydi askarga. U askar shu daraja kuchli bo'lib, to'yib, oqsilga boy, sog'lom bo'lib, shu ayol bilan bolani asragan. Bo'lmasa u asirga tushib yo'q bo'lib ketgan. Yoki bo'lmasa, yana shu xunlarni shu davrdagi axloqi bilan qarasangiz, bular deydi, o'zlarini o'gay onalariga uylanadi deydi. Xunlarni yomonlab yozyapti xitoyliklar. Bular shunaqa sharmsiz deb. Aslida yana ularni o'sha ko'chmanchi jamiyatda ayolni va bolani, ayniqsa hukmdor urug'ini himoya qilish birinchi o'rinda turgan. Shuning uchun masalan beva qolgan malikaga albatta uning masalan o'gay o'g'li uylangan, uni nikohiga olgan. U yog'i nima bo'lgan biz bilmaymiz, lekin saroyda yashash uchun, endi o'sha davr qarorgoh deymiz, shu chodirda yashash uchun uni bolasi to umrini oxirigacha himoyada bo'lish uchun uni shunaqa qilgan. Uylanib nikohiga olgan. Masalan, bir Xitoy malikasi bor, Tai I degan malika 3 ta Sharqiy turk xoqoniga turmushga chiqqan. Oxirgisi bo'g'ib o'ldirgan oxiri. Ya'ni malikani bo'g'ib o'ldirgan. Ya'ni shunaqa holat ham bor. Men hozir sizga haligi hamma vaqt ayollar o'ldiraverganmi deysiz-ku, lekin qarama-qarshi holati ham bo'lgan. Nega? Chunki xiyonatda ayblangan. Xiyonat hech qachon, ayol xiyonati barcha qonunlarda, antik davr qonunlarida juda qattiq jazolar bilan jazolangan. Chunki xiyonat qilgan ayol u nafaqat o'zini oilasiga, balkim butun jamiyatga xiyonat qildi deyilgan. Vafo, sodiqlik, sadoqat ulug'langan. Hammurabi qonunlarida ayol kishi xiyonat qilsa suvga cho'ktirilgan. Erkak kishiga yengilroq jazo berilgan. Konfutsiylikda ham shunaqa. Konfutsiylik masalan, mana xitoyshunoslar o'tiribdi oramizda, ayol huquqlarini himoya qilmagan, erkak kishini huquqini himoya qilgan. Beva o'g'liga bo'ysunadi deb yoziladi Konfutsiylikda. Ya'ni keyinchalik bu narsalar asta-asta yumshab, endi nima uchun gender tadqiqotlar paydo bo'ldi? Endi men gender bo'yicha mutaxassis emasman, to'g'risi, gender tarixlar bo'yicha. Shuning uchun biroz haligi sizga aniq bo'lmagan javoblarni beraman. Sanoat inqilobidan keyin ishchi kuchi sifatida ayollar ham kirib kela boshladi-da sanoatga. Menimcha ham ularni yana shu ishchi kuchi sifatida foydalanish maqsadida asta-sekin gender tadqiqotlar ham kuchaya boshladi va endilikda ayniqsa Ikkinchi jahon urushidan keyin ayollar mavzusi g'arb tadqiqotlarida ko'paydi. Maxsus markazlar vujudga keldi asta-sekin.
va bizda ham sekin-sekin shakllana boshladi. Lekin gender tadqiqotlar, yana aytaman, hali ham kam. Kitoblar, dissertatsiya tadqiqotlari, maqolalar baribir kamligicha qolmoqda. Asosan siyosiy tarix, erkaklar tarixi va sarkardalar tarixi nihoyatda ko'p o'rganilgan. Masalan, media sohasida ham ayollar bo'yicha ishlangan filmlarni misol keltiringchi. Mana shu aytilgan ayollar bo'yicha yo'q, deyarli yo'q. Mana men o'zim 2022-yilda bir media forumiga qatnashganman. Shunda havas qildim, qozoqlar o'sha Tomaris rolida o'ynagan qizni olib kelishdi, rasmga ham tushdim borib. Ya'ni Tomaris haqida filmlar ishlanganda, masalan bizda Qabach xotun haqida 15 minutlik multfilm ham yo'q. Yoki bunaqa juda malikalarimiz ko'p-ku, hozir aytildi-ku. Bular haqida hech qanaqa bir serial ham yo'q-da. Seriallar ishlanyapti, boshqa qilinyapti, ijtimoiy mavzulardagi hozirgi hayotni aks ettiruvchi. Lekin tarixdagi mana shu ayollarni hayot motivlaridan olib seriallar yaratilsa, buni nimasi yomon? Ya'ni milliy o'zligimizda, ya'ni bizni genetik kodlarimizda shu ayollarni jasorati, shu ayollarni sadoqati, shu ayollarni vatanparvarligini bor ekanligini yosh avlodga tushuntirsak, menimcha foydadan xoli bo'lmas edi. Hozir aytdingiz, ayollar tarixi haqida qancha gapirsam ham kam va ular juda ham ko'p, soni ko'p. Bu quvonarli, lekin hozir taqdimotda biz e'tibor berib o'tirdik. Asosan umumlashtirsangiz, yo malika, yo kimnidir onasi, ya'ni tarixda shu saroydagi ayollar asosan va o'zingiz aytgandek qanaqadir diplomatik maqsadlarga xizmat qilgan, nikohlar qurilgan, o'sha vosita bo'lgan ayollar. Umuman o'sha davr, hozir siz endi Tomarisdan boshladingiz, turxoqonligi davri. Siz o'rgangan davrda boshqa ijtimoiy qatlamga mansub, boshqa sohadir, qanaqadir bir intellekti bilan yoki bir boshqa sabablar bilan tarixda qolgan ayollar yo'qmi umuman? Yoki siz uni kiritmadingizmi? Yo'q, qaysidir davrdan boshlab shu saroyda yashamasa ham, shu saroyda tug'ilmasa ham, tarixda qaysidir xizmatlar uchun qolgan ayollar yoki keyingi davrda bo'ladi. Siz hozir Janna d'Arcni aytdingiz, Mulanni aytdingiz, ularning hech qaysi malika emas-ku yoki qirolicha emas-ku. Shu savolni so'ramoqchi edim. Rahmat. O'zi umuman bizni zamonaviy tariximizni ham qachondir o'rganilsa, o'sha gender tadqiqotlar qilinsa, qaysi asoslarga ko'ra ayollar kiritiladi baribir tarixga? Endi yaxshi savol, haqiqatan men kutgan savolni berdingiz, Inobat. Chunki meni o'zim tadqiqot olib borganda shu savolni berganman. Bilasizmi, bu siz aytayotgan narsa ijtimoiy tarix deb nomlanadi. Ya'ni u siyosiy tarix emas, bu hozir men keltirgan narsalar siyosiy tarixdan namunalarda. Ijtimoiy tarix, afsuski, islomdan oldingi davr, yuqorida ham aytib o'tib ketdim, manbalar nihoyatda kam bo'lgan davrda. Ya'ni u yerda biz oddiy inson qanday yashagan yoki bo'lmasa oddiy bir dehqon ayol tarixini qidirishimiz juda qiyin. Birinchidan manba juda kam. Har xil tillarda sochilib yotibdi yoki tangalar. Endi tangalar oddiy odam muhr ham qila olmagan. Endi balkim muhri bo'lgandir, bir yog'ochdanmi bir narsaga chizgandir, u ham bir 100 yildan keyin chirib yo'qolib ketgan. Yoki bo'lmasa oddiy ayol o'sha davrda bir bo'zdan kiyim kiyganda, u bo'zdan kiyim kiygandan keyin tasavvur qiling, u yozdan bu yozga o'tmagan va uni arxeolog mikroskopda qidirsa ham topa olmaydi. Ya'ni biz nima uchun shohona tarixlarga ko'p duch kelamiz? Manba shularni ko'proq bayon qilganligi uchun. Ya'ni o'sha har xil moddiy manbalar o'sha davrda nihoyatda bu xoqonlarga yoki bo'lmasa mana bu devoriy rasmlar, tangalar men ko'rsatgan har xil vazalar, to'g'ri, bu bir oddiy nima deydi, bir hunarmandning xotinini nimasi emas-da, unga tegishli bo'lgan elementlar emas. Bu o'sha saroylarga yoki bo'lmasa qo'rg'onlar. Albatta qo'rg'onlar saqlanib qolgan. Qo'rg'onni qaziganingizdan keyin u yerda u baribir xolismi, xohlamaysizmi, u hokimning qo'rg'oni.
u yerdagi bir oddiy amulet yoki oddiy bir brasletni topa olmaysiz. Ya'ni aytmoqchimanki, ijtimoiy tarix shunisi bilan murakkab, u nazardan chetda qolgan. Endi albatta biz ko'rayotgan ayollarning ichida hammasi ham tayyor bir sharoitga kelmagan-ku. Ular ham qaysidir nimalarni bosib o'tgan va men alohida urg'u berdim. Bular faqat hukmdorning xotini bo'lganligi uchun yoki bir boshqaruvchining qizi bo'lganligi uchun shu narsaga erishmagan. Ular ham maxsus tarbiyalangan, maxsus o'sha hunar o'rgatilgan, boshqa ya'ni jamiyatga oddiy bir ayol qanaqa qizini jamiyatga tayyorlasa, u saroydagi ayol ham xuddi shunaqa narsada tayyorlanganligini ham aytib o'tdim. Endi unaqa oddiy ayollarni so'xt hujjatini yaxshi eslatdingiz. So'xt hujjatini aytishim kerak. Bu aslida oldingi ko'rsatuv boshqalardan ko'p gapirganim uchun men sal nazardan chetda qoldiribman. Muhtog'i o'sha so'g'diy hujjatlar arxivi topilgan. O'sha arxivda turk yigiti Uttegin va so'xt qizi Duntxunchani nikoh shartnomasi bordi. Bu 8-asr, 7-8 asrlarga tegishli. O'sha yerda hattoki laqabi ham keltiriladi. Masalan, hozir hujjatga laqabingizni qo'sha olmaysiz, lekin shu davrda Duntxuncha o'zini laqabini ham qo'shib yozdirgan. Chata deb nomlanadi laqabi. Va u yerda Uttegin bu qizni o'ziga xotinlikka olayotganda qanday majburiyatlarga ega va chata istagan payti ajrashish, istagan payti ketish, uni ustiga xotin olmaslik, xotin olsa qanday uni Utteginni nimalar kutib turibdi va hattoki Uttegin uni urish, ya'ni tanasiga bir shikast yetkazmaslikgacha yozib qo'yilgan. Ya'ni hozirgi davr nikoh shartnomasi bilan birga bir to'g'ri keladi. Ya'ni 8-asrda hozirgi ayollar qanaqa himoya qilingan bo'lsa, shartnomalarda o'sha davrdagi hujjat ham xuddi shunday ayollar huquqini himoya qilgan. Ya'ni bu men bekorga hujjatlarni keltirmadim-da, oldi sotdida, hujjatlarda yoki bo'lmasa har xil yuridik shartnomalarni tuzishda aynan o'sha ikkinchi, ya'ni saroyda yashamagan bo'lsa-da, oddiy oilada yashab voyaga yetayotgan qiz ayolning huquqlari, hayoti haqida ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin hujjatlar ham unaqa juda ko'p emas-da. Baxtira hujjatlari bor yo'g'i 100 dona, so'xt hujjatlari balkim undan ham kamroqdir. Hujjatlar kam, lekin keyingi davr, mana Hilolalar yaxshi ishlagan davr bor. Bu Xiva hujjatlari arxivida juda ko'p ayollar nomlari keltiriladi. Masalan, merosda xuddi erkak kishidek oddiy bir ayol ham, xuddi erkak kishi qancha ho'kizga ega bo'lsa, otasidan qolgan, bu ayol kishiga ham shuncha ho'kiz beriladi. Hatto unga ko'proq ham beriladi bu ayol kishi deb. Yoki bo'lmasa arzidod aytishi bor, xonni yoniga borib, ma'lum bir kunlari oddiy aholi arzidodini yetkazgan. Mana masalan, meni mulkimni palonchi olib qo'ydi. Juda azob chekyapman. Ayol ham borib bemalol aytgan. Faqat erkak kishi kirmagan. Ayol ham borib, mana shu joylarda meni huquqlarim cheklandi yoki menga mana bunaqa jihatdan azob berildi deb u ham bemalol ayta olgan. Shuncha aytmoqchimanki, u davrdagi huquqlar endi hozirgi davr yuridik nuqtai nazari bilan u davrni yuridik nuqtai nazari sal farq qilganda yoki hozirgi davrni axloq o'lchovlari bilan u davrni ayoliga unaqa o'lchovlar qo'ya olmaysizda, yoki baribir har xillik bor, kuzatiladi. Har davrning o'zini qonuniyatlari, o'zini shart-sharoiti bor. O'shaning uchun men albatta u davrda bulardan boshqa ayollar bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lgan. Ular yashagan, ular ham faoliyat ko'rsatgan, ular ham topilgan. Masalan, bitta misol, aslida shuni keltirishim kerak edi, Kururona go'zallarini. Kururona go'zallari ikkita o'sha Taklamakan cho'lidan topilgan ikkita ayolni endi momiya ham demaymiz, tuzni tagida qolganligi uchun yaxshi saqlangan, hattoki kiprigigacha saqlangan. Shular masalan oddiy ayollarda
oddiy ayollar sochlari endi ular tahar bo'lgan ham deyiladi. Eng qizig'i shu Xitoy hududidan topilgan Yevropoid irqiga mansub bo'lgan, Markaziy Osiyodan ketganligi ham aytiladi ba'zi tadqiqotlarda, shu saqlangan. Aytib o'tgandek, oddiy qo'y terisiga kafanlab qo'yilgan. Shuning uchun ham juda yaxshi saqlanib kelgan. Ya'ni boshqa mumiyolar ham, boshqa yoki boshqa har xil ko'rsatgan mana buyumlar, rasmlar, ular ham baribir qaysidir ma'noda o'sha davrdagi oddiy ayollarni hayotini ham qaysidir ma'noda aks ettirganligini aytishimiz mumkin. Munira opa bir og'iz mani ustozim aslida. Gender tadqiqotlari o'zi nimaga kerak? Nimaga olib keladi? Agar biz gender tadqiqotlarini o'tsak, qolmaydilar. Bugungi kun bilan bog'laydigan bo'lsa, gender tadqiqotlar aynan O'zbekistonga, umuman Markaziy Osiyo davlatlari uchun, markaziy xalqlari uchun juda ham muhim kerak. Chunki bir tomondan diniy omil, ikkinchi tomondan baribir o'sha mafkuraviy yoki bo'lmasam o'sha jamiyatimizda qoliplashgan bir nima borki, baribir ayollar ikkinchi fonda bo'ladi degandek. To'g'ri, hozirgi kunda siyosiy va boshqa boshqaruv faoliyatlarida ayollarimiz ko'p, lekin boshqa dunyodagi yetakchi ilg'or davlatlar bilan solishtirganda bizning davlatimiz, bizning mintaqamiz baribir orqada. Bu deganda gender tadqiqotlari deganda bizni mana bir sobiq do'stim aytgandi, ko'p takrorlagan, Feruza siz ham bilasiz. Gender tadqiqotlari bu ayol kishi bilan erkak kishining tengligi, jismoniy tengligi emas. Ya'ni agar erkak kishi bilan ayol kishi yugurishda musobaqalashadigan bo'lsa, ayol kishini vaznidan, jismoniy kelib chiqqan holda unga qisqaroq masofa berish kerak. Mana shu narsa gender tengligi deyiladi. Yoki masalan ayol kishi bilan erkak kishi bir xil ishga boramiz 9 dan 6 gacha, o'sha narsani masalan ayol kishiligini e'tiborga olgan holda unga ozroq yengilliklar berish kerak degan ma'noda nima qilinadi, lekin bizda ko'proq gender tengligini masalani feminizm bilan adashtirib yuborishadi. Umuman masalada hali ishlanish kerak bo'lgan juda ham ko'p nimalar bor. Endi bu ijtimoiy tarix masalasini gapirganimizda chindan ham ijtimoiy tarix, sotsial istoriya bizda umuman o'rganilmagan, ayniqsa islomgacha bo'lgan davr. Nimaga ko'p topilmaydi? Aslida ko'p Turkiy davlatlarda, qadimgi turklar davlatlarida juda ko'pchilik urushlar ayollar uchun bo'lgan. Ayollar va bolalar uchun. Chunki turk xoqonligi yoki hunlar haqida biz o'qiyotgan bo'lsak, siz ko'p takrorlagan o'sha manbalarda hamma urushlarni masalan Xitoyga boradimi, Qirg'izlarga boradimi yoki bo'lmasam o'sha markaziy hududlariga boradimi, hammasida yoki necha mingta ayollarni va bolalarni asirga olganligi haqida ma'lumotlar ko'p uchraydi. Buni ham alohida aytib o'tish kerak. Qolaversa, cho'rilar haqida ko'p ma'lumotlar bor. Ayol cho'rilar haqida, qullar haqida va umuman bularni ham o'zini alohida o'rganish kerak. Faqat bu narsa bizni umumiy o'sha siyosiy nimalarimizdan qolib ketgan va bolalar tarixi, ona va bola tarixini ham alohida o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Bu manbalarda ozgina bo'lsa ham bor. Uni yig'ib bitta bir umumiy rakursda ko'rsatishimiz mumkin. Umuman bugungi o'zlik dasturi deymizmi, loyihamiz deymizmi, yaxshi boshlangan loyihada bu narsada nima uchun tezroq yetkazib berish kerak odamlarga o'zligini anglashga. To'g'ri, ko'proq biz tarixchilar, umuman ijtimoiy gumanitar fanlardagilar o'zimizni nimamizga o'ralashib qolganmiz-ku. Ommaviy tarzda ommaboproq qilib yetkazib berish ko'pincha qiyinchilik tug'diradi. O'shaning uchun ham bizda mana shunaqa auditoriyalardan yoki mana shunaqa usullarda, formatlarda foydalanish kerak deb o'ylayman. Rahmat. Munira juda yaxshi biladi. Abinchi deyilgani shu davrda. Abinchi xotin bo'ldi deb yozadi-da. Abinchi ovunchoq degani. Ya'ni mana oddiy ayol sizga shu davrda, ya'ni u davrda ham bo'lganda favoritka deydi-ku, favoritkalar bo'lgan. Ovunchoq xotin bo'ldi deb afsus qilib yozadi. Chunki xotin unvoniga ko'tarilish faqatgina ashida urug'i vakillariga berilgan boshida. Ashinaga teppa-teng haligi jihatdan, ham boyligi jihatdan, ham siyosiy iqtidori jihatdan teppa-teng oilani qizlariga. Qolgan hamma kanizaklar abinchi bo'lgan. Ya'ni va ular keyinchalik ba'zan xiyla, nayrang yo'llari bilan kirib kelgan holatlari ham bor. Endi bular alohida mavzu.
Rahmat, sog' bo'linglar. Ruxsat bersanglar butun auditoriya nomidan ma'ruzachimizga minnatdorchilik bildirsak va o'zinglar bilib turganinglardek o'sha ayollar mavzusi tugamaydi. Devon lug'at turkda bir chiroyli an'ana bor. Bu an'ana haligacha erkaklarimiz tomonidan davom etib kelyapti, lekin cho'pon kiydirish, kiyim berish sizga ham material olib kelganman va bu gullar taqdim qilmoqchiman. Bugungi ma'ruza uchun rahmat. Hilola Nazirova devoni lug'ati turkda kiyimlar mavzusini o'rgangan. Juda oldin, bundan 20 yillar oldin, shuning uchun devoni lug'ati turk an'analarini juda yaxshi biladi. Rahmat. Erkaklar olib borgan leksiyalardan farqi ayollarniki shunaqa gullar bilan yakunlanadi.